juda haligi haqiqatan o'shadan kinolardagi London deydi, o'sha taassurotlar bo'lgan. Angliyaga 2014-yil 18-aprel kuni birinchi marta London shahriga yetib keldim. Men hayotim davomida juda ham ko'p yaxshi insonlarni uchratdim. 2009-yilda shu Buyuk Britaniyaga kelganman, o'qigani. Endi men Londonni ko'rishga juda ham ishtiyoqmand holatda kelyapman. Kitchen porter bo'lib ish boshladim. O'sha idish tovoqlarni yuvadigan. O'zi butun maqsad diplomatiga kirishdan, maqsad o'zi tashqariga chiqib, o'sha nima qilish edi. Keyin rektor turibdi-da, galstukni so'rayapti-da. Masalalarni men ustuvor ko'raman, ya'ni nimani to'g'ri deb bilaman, nimani xato deb bilaman. Dam olish kunlari точно ishlanardi. Shanba bozor обязательно ishlanardi. Bu bizni Kenerovdagi Financial Service Office'imiz. Meeting roomga kirishdan oldin ba'zi dam oladigan joy bor. O'sha ishdan charchab nima qilganingizda o'sha manzarasi deydi. Pastroq nazarda qaraydi ruslar o'zbeklarga. Mahalliy universitetlardan ko'proq ishchisini oladi. Ham o'qishni ham ishni uddalagan do'stlarimni ham haqqini yemasligim kerak deb o'ylayman. Ko'pincha shu O'zbekistondan kelgan vatandoshlarimizda shunaqa bosim bo'ladi-da. Ras chet elga ketdingmi, ana shu yerda joyini topib qolib ketishing kerak, pulni qilishing kerak, boshqa. Qayerda sizni ishingiz yaxshi bo'lsa, qayerda o'zingizni yaxshi qilsangiz, o'sha yerga borish kerak. Xoh O'zbekiston bo'lsin, xoh Amerika bo'lsin. O'sha yerda o'qidim, faqat o'sha yerda qolsin degan yondashuv menimcha olganidan to'g'ri. Canary Wharf Londonda moliyaviy yuragi desa ham bo'ladi. 2 yil o'qiganimdan keyin kontraktni to'la olmadim. Birinchi o'zi Amerika period qilmoqchi bo'lganman iqtisodiyotga. Endi tasavvur qiling, umuman qiziqmagan odam. U o'qimaydi. 60 kun ichida yo boshqa o'qish topishingiz kerak bo'ladi, yoki chiqib ketishingiz kerak bo'ladi. Hozir O'zbekistonga borganingiz bilan sizni hech kim qo'sh-qo'llab kutib turgani yo'q. Yo ketishim kerak, yo qonuniy qolishim kerak. Maqsadiga erisha olmay yoki maqsadidan chalg'ish eng katta sabablardan nima? O'zbekistonda 1 yil yaxshi o'qisin, hozir shunaqa imkoniyatlar bor. Ba'zida konsierj, ba'zida security, ya'ni qorovul, ba'zida doorman deyiladi, eshik ochib yopadigan o'shaqa ishlar to'g'ri keladi. Student paytda 20 soat ishlasa bo'ladi. Minimum ish haqqi soatiga 11,5 font. Borasan, ham o'qishingni qilasan, ham kontraktingni to'laysan. Yana uyga ham jo'natamiz. Endi umuman erta edi. Bakalavrim yo'q qo'limda. O'zbekistonga borib nima deyishni ham bilmayman. Davay deydi, nelegal 3-4 yil, 5 yil ishlab, puldan pul qilib qaytib ketishdi-da. Bu tanlov noto'g'ri, buni qilmaslik kerak edi deb ayta olmayman. Siz haqingizda, men haqimda yoki Eshmat Toshmat haqida emasda, ko'pchilik haqida gapiryapman. Xoh Amerikaga kelaman, xoh Kanadaga ketaman, undan keyin xoh Singapur, xoh har hafta email yozaman deb o'ylayman. Nima bo'ldi? Yangilik bormi? Menga yangilik bo'lsa o'rin beringlar. Yilda bir marta odam borish kerak, ani realistni uzilib qolmasligi kerak u. Lekin O'zbekistonda ham yaxshi o'qimasa, baytda ham yaxshi o'qimasa, u eplanmaydi. Magistratura kelsa, yo'lini topib ketadi. Graduate program boshqalar kirib ketadi. O'sha zamonaviy quldorlikdan chiqib ketish uchun haftasiga 1 soat bo'lsa ham, yana 10 yildan keyin o'zbekistonlik muvaffaqiyatli insonlar qatorida bo'lishlikni umid qilaman. Yillik o'rtacha daromad qanchadan boshlanadi? Shanaqa katta o'zgarish bo'lmaydi agar haligi inglizchada aytganda bare minimum deydi, faqat minimum qilinsa. Boshqa sohalarni tanlashinglar, matematikani o'zini o'qishinglar yana ham to'g'riroq tanlov bo'ladi deb o'ylaymiz. Birinchi kelganda taassurotlarim, birinchi o'sha o'rtog'im kutib olgan Heathrowdan, o'sha Poplar degan joyga borganmiz. Canary Wharf oldida. Shu metroga tushdik. Canary Wharfdan chiqdik. Canary Wharf bu bilishlaring uchun Londonda moliyaviy rayoni. Chiqqanmiz, baland binolar, JP Morgan, Citibank, katta kompaniyalar, katta nomlar. Juda haligi haqiqatan o'shadan kinolardagi London deydi, o'sha taassurotlar bo'lgan. Wow degan taassurot bo'lgan. Eng qizig'i, shu Canary Wharfda oldidagi rayonga o'tsalaring, o'sha umuman boshqa olam o'sha Poplar men ko'rganman, chiqqanman. Londonga to'g'risi o'xshashi qiyinroq joy. Yomon nima emas, lekin kontrast o'ta katta oldidagi rayon bilan. Keyin o'sha yerda o'sha o'rtog'im bilan birga turganmiz. Ismim Temur. Asli Namanganlikman. Angliyaga 2014-yil 18-aprel kuni birinchi marta London shahriga yetib keldim. Kelishim biroz qiziq bo'lgan, balki boshqalarda ham bunaqa holat kuzatilgandir. Menda juda ham xohlaganimdan, azbaroyi xohlaganimdan
chorshanba kuni vizam chiqqanligi haqida xabar oldik va juma kunga 2 kunni o'tib bilet oldik. Hatto bu yoqda kelib qayerda turishim ham tayinmas edi. Tanish bilishlar orqali joy topildi. Mana chiqib internet orqali ular bilan bog'landim. Va ular yaxshi insonlar. Mani Heathrow aeroportini terminal 4-terminalida kutib olishdi. Londonni juda ham ko'rgim kelayotgandi. Kelishimdan oldin oddiyroq telefon ishlatardim, biroz internetga kirish qiyinroq edi. Shunga qaramasdan u paytda 2014-yillarda internet kafelar hali ham urfda bo'lgan davrlarda, hozirgidek zamonaviy telefonlar hammani qo'lida muhayyo bo'lmagan paytlarida deb aytishim mumkin. Internet kafelarga kirib, ataylabdan Londonda qayerlariga borish mumkin, qanaqa joylari bor, o'zimni tanishtirishga, ko'chalar atrofida yurishga harakat qilardim. Keldim. Juda ham qiziqib turgan bo'lishimga qaramasdan, atrof o'sha qorong'i tushib qolganligi sababli to'g'ridan-to'g'ri ko'chaga chiqib, atrofni ko'rish imkoniyati bo'lmadi. Kelganimda 13-qavatdan, ya'ni 13-qavatda yashaydigan kvartirada yashaydigan o'zbek yigitlar bilan, o'zbek akalar bilan bitta joyda turdim. U yoqda ham 12 kishi, deyarli 10-12 kishi bitta 3 xonali uyda turardik. 2 qavatli kravatlarni qo'yib, tabiiy talaba hayoti shunaqa yashadik. U yoqda 3 oycha yashadim. O'ylayman, atrofdagi muhit, ya'ni insonning atrofida qanaqa odamlar borligi uni hayotini shakllanishiga juda ham katta ta'sir o'tkazadi. Men hayotim davomida juda ham ko'p yaxshi insonlarni uchratdim. Buning uchun Allohga beadad hamd aytaman. Lekin men kelganimda ko'pchiliklar nimani aytadi? Londonda yomg'irli, nimali? Eng qizig'i yomg'ir ham haftalab yog'magan. Kelganimdan keyin quyoshli, juda yaxshi havo bo'lgan. Keyin shu bilan eng tarixdagi eng issiq yozlardan bo'lgan. O'shuning uchun umumiy nimada birinchi kelganda taassurotlar juda yaxshi bo'lgan. Umuman tam Londonda o'zi havo, odamlar o'ta ko'pligi, tam butun почти dunyoning har bir qismidan odam ko'rasizlar. Men ko'pincha bizda endi Afrika haqida ajoyib taassurotlar bo'ladi-yu, shu men o'sha Afrikadan odamlar ko'rganimda umuman taassurotlarim o'zgargan Afrika haqida. Lotin Amerikasidan, endi Yevropadan albatta odam ko'p. Osiyo, uzoq sharqdan, ya'ni o'sha Yaponiya, Koreya dan odamlar umuman multikultur, har xil umuman katta kosmopolitan shahar. Umuman zo'r taassurotlar yaxshi bo'lgan. Shunga yarasha lekinlari ham ko'p. O'qish bilan ishlashda nimasi birinchi menda shu Londonda bo'lgan. Ya'ni kim ham o'qib, ham ishlash. Ungacha hech bunaqa experience bo'lmagan. Shu tomonlari boshida boshlashguncha lekin qiyin bo'lgan. Ya'ni kim o'qishda ham, ishlashda ham birdaniga olib ketish. Shu tomonlarida qiyin bo'lgan. 2009-yilda qishida shu Buyuk Britaniyaga kelganman, o'qigani. Soham moliya va buxuchot bo'ladi endi o'zbek tilida. Accounting finance. BIF universitetiga kelganman. Keyin 2022-yilda shu bakalavr tugatib, keyinchalik katta 4li deyshadi. Shu moliya, audit, konsalting sohasidagi kompaniyalar shularga topshirishni boshlaganman 2022-yilda. Bu yerda graduate scheme deydi, ya'ni kim o'sha universitetni yangi bitirgan o'quvchilarga shuna programmalar bor. Aytdi, ya'ni kim ishlar, imminda shuna nimalarga moslangan. Shu o'zim soham bo'yicha topshirib, audit bo'yicha EY o'sha katta 4li ikkita kompaniyasi, Deloitte bilan EYdan ish taklifi olganman. Keyin 23-yil sentyabrdan boshlab o'sha EY kompaniyasida ishlab kelaman. 2017-yil bo'ladi. Uchta universitetga kirganman. O'zimizda diplomatiyaga kontrakt asosida 202 ball bilan. Keyin Moskvada o'sha Vысшая школа экономики deydi, ya'ni kim oliy iqtisodiyot
maktabi, o'zi universitet nomi shunaqa. Iqtisodiyot bo'yicha top 100 taga kirgan. Diplomatiyaga kirganman, diplomatiyada o'qishni boshlaganman. 2 hafta o'qiganman. Keyin shu Moskvaga ketishga qaror qilganman. Endi chunki kirasiz, men birinchi kunimdan rektor turibdi-da, galstukni so'rayapti-da. Endi menda galstukda bo'lgan, mana shu hayron qolganman-da. Misol litseydan katta farq bo'lmaganda. Keyin 5 yil o'qish, keyin men tashqariga chiqmoqchi edim. Tashqariga chiqsangiz ham diplomatiyada ruxsat olishingiz kerak bo'lgan. Tashqi ishlar vazirligidan shunday narsalari bor edi. Qirg'izistonga chiqaman desangiz ham hattoki oddiy joylarga ham. Keyin programma obmenlar o'sha ya'ni o'sha tashqariga chiqib nima qilaman desangiz, kreditlarni qabul qilmas ekan o'qib kelgan universitetingizni. Partnyor universitetlar bo'lsa ham. Bu degani 2 marta o'qishingiz kerak bo'ladi. Agar misol 6 oy Koreyaga borib kelsangiz, kelib turib O'zbekiston fanlarini ham o'qishingiz kerak. O'zi butun maqsad diplomatiyaga kirishdan maqsad o'zi tashqariga chiqib, o'sha nima qilish edi. Keyin qo'y deganman. Kirish o'zi qanchalik qiyin, chiqib ketish oson bo'libdi deyapman-da. Yo'q, endi chunki oliy o'sha Vысшая школа ekonomiki top 100 taga kirardi. Undan ancha yaxshi edi. Keyin 100% grant asosida edi meniki. Yo'q. Nizgaraymый byudjetdirdi. Ya'ni ki necha baho olishingizdan qat'iy nazar, shu O'zbekistonga yiliga 10 o'rin berilardi. O'shalardan bittasini olganman. U ancha perspektivasi yaxshi ko'ringan. Bizniki BPPda o'sha paytda bilsangiz ADAF degan programmasi bo'lardi. Advanced Diploma in Accounting Finance deydi. Bu birinchi 2 yilda xuddi anaqa ACCA road, ya'ni kim ACCA'da qilasiz, ham bakalavrda nimasi, 2 yil tezlashtirilgan o'sha nimasi. Men o'shani qilganman kelganda. Ya'ni kim ko'proq ACCA fanlari oxirgi yilda, keyin shu projekt nimalar bo'lgan final yerda. Bizda aytda finuchotdirdi. ACCA o'qiganmiz biz, F3 bilan F7 ni. O'shunga ko'pchilik qiynaladigan soha, endi bilmadim men nimaga kirganimda. F3 bo'lganda boshidan, eng ya'ni o'sha buxuchot. U narsani misol men o'qiganim uchun, keyin matematika yaxshi bo'lgani uchun uncha qiyinchilik bo'lmagan. Chunki F1 iqtisodiyotda o'qiganim uchun F1 oson bo'lgan. Chunki aytda umumiy bazada F1 da o'qiganingizda ACCA'da. F2 da moliyaviy o'sha buxuchot. Moliyaviy buxuchotda faqat matematika desa ham bo'ladi, ko'p nimalari. Ya'ni kim o'sha budgetingda, variancelarda o'shuning uchun umumiy qiyin bo'lmagan. Lekin gapingiz to'g'ri, chunki bu professional kvalifikatsiya, ya'ni kim hali toza bakalavrda nimasi bas edi-da, o'shuning uchun ko'pchilik qiynaladi. Men kelganimda o'qiyotganimizda biz bilan hozir biz ACCA qilyapmiz-ku, EY'da professional kvalifikatsiyani. Odamlar bakalavrda, magistraturani bitirib qilishardi u narsani. Albatta, u maktabdan yangi chiqib kelgan bolaga u narsa qiyin tuyuladi yoki u litseyda bitirib kelgan nimaga. Agar bazasi bo'lmasa, Time management juda muhim, chunki ekzaminlar har necha oyda sizlarda bo'lgan? Bizda tezlashgani 3 oydanmi? Da, har 3 oyda bo'lardi. Har 3 oyda 3 tadan. 12 ta ekzamin bo'libchi? Da. 12 ta ekzamin. Yo'q, 9 ta, uzr, 9 ta bo'lardi. 9 ta necha yil davomida? 3 yil davomida? Umumiy agar EDAFni qilaman desangiz 1,5 yil davomida bo'ladi. EDAFda o'sha 3 oy o'qiysiz, topshirasiz, dam olasiz, 3 oy o'qiysiz, 3 ta topshirasiz, 3 ta qilib topshirasiz. Hammalar ham bilasizlar, u misol oddiy kvartirangiz, kunlik rasxodlar o'zi ham kamida 2 kun 3 kun ishlashingiz kerak-da o'shani qilgani. O'shuning uchun o'qish paytida dam olish kunlari точно ishlanardi. Shanba bozor обязательно ishlanardi. O'qishimiz 4 kun bo'lardi yoki 3 kun yoki 4 kun bo'lardi. Keyin ishdan keyin o'sha kunlari dars qilardim, ishlamasdim. O'qishdan keyin o'sha kunni qilib olsangiz yaxshi-da, darsda. O'qigan kunlaringizmi? Consolidate qilib olasizda. Kallada hali nima bo'ladi? Da. Keyin bizda tezlashtirilgan nima bo'lgani uchun EDAFda oddiy bakalavrda kurslarga qaraganda ko'p o'qiysiz. 9 dan 4 gacha bo'ladi. Bakalavrlarda bilsangiz ham 2 ta 3 ta para bo'lsa 4 soatda adashmasam. Bizga o'xshab turib 9 dan 4 gacha, 4,5 gacha bo'lmaydi. O'shuning uchun uncha ma'lumot olgandan keyin baribir nima qilib olishingiz kerak-da. Bakalavr o'qishdan bo'lasiz. Chunki men o'sha Moskvadan baqa perevod qilganman-ku. O'sha 1 yilda nima qilib bo'lganman-da. Tezroq tugatishni maqsad. O baribir Covid bo'lib, baribir 3 yilda tugatdim. Shunga kelganda u bilan tezroq nima bo'lardi? 2,5 yil bo'lardi. Endi 6 oyga cho'zildi. O'sha maqsad o'sha nima bo'lgan. Keyin ACCA'da nima deydi? Bitirganingizdan keyin mana hozir ham mana ishga kirganimda ham yordam berdi. Bu haligi
professional kvalifikatsiya bo'lgani uchun именно o'sha ishingizga tegishli narsada fanlar bas, misol uchun universitetda o'qiysiz, hattoki Angliyada ham o'zi menimcha hech qaysi nima yo'qki universitet, hattoki Garvard, Oxfordlar ham chiqishingiz bilan ishga borsangiz tayyor bo'lmaysizda. ACA yoki shunaqa fanlarda nima qilsangiz, именно sohangizga tegishli bo'lgan, sizga haqiqatan ham kundalik ishingizda yordam beradi. Assalomu alaykum Timur aka, xush kelibsiz. Shunchalik bizga vaqt ajratganingiz uchun rahmat. Tomoshabinlarga qisqacha o'zingizni tanishtirsangiz. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh Javohir. Taklif qilganingiz uchun sizlarga ham kattakon rahmat. Alloh taolo sizlarning jamoangizga ham o'zini barakatlarini yog'dirsin. Shu qilayotgan ishlaringizga, savobli ishlaringizga men rivojlar tilab qolaman kelajakda. Men o'zim haqimda aytadigan bo'lsam, ismim Timur. O'zingiz bilganingizdek, asli namanganlikman. Angliyaga 10 yildan oshdi kelganimga. Men 10 yildir hozircha Angliyaning ikkita shahrida yashab ko'rishga ham ulgurdim, London bilan Birminghamda. Asosiy faoliyatimiz Londonda bo'ldi, lekin shu 10 yil davomida 2 yilcha Birminghamni ham havosidan nafas olib keldik deydim, shunaqa. Angliyaga kelishim, men o'zi o'rta hol oiladanmiz, hamma qatori. Ko'pchilik qatori desam to'g'ri bo'ladi. Hop, men Angliyaga kelishim juda qiziq bo'lgan. Moliyaviy taraflama juda ham o'ziga barqaror bo'lgan oilalardan bo'lmaganligimiz uchun shu tog'am yordamlari bilan Angliyaga kelishga musharraf bo'lganman. Men o'sha IELTS olgan paytlarim 2013-14-yillarda tog'am yordamlari bilan o'sha o'zlarini haydab turgan mashinalarini sotib, menga birinchi o'qishimni pulini to'lab berib yordam qilganlar. Endi hozirgacha shu minnatdorman, endi umrim oxirigacha ham baribir minnatdor bo'laman va mana shu kunda nimaki erishgan bo'lsam, hammasida o'sha boshlang'ich qo'llab-quvvatlashning hissasi bor deb o'ylayman. Nimaga erishgan bo'lsam, hammasi o'sha meni qo'llab-quvvatlagan insonlar sababli deb o'ylayman. Bu yoqqa o'qish masalasiga keladigan bo'lsak, ACCA kursini o'qiganiga kelganman. Nechinchi yil kelgansiz? 2014-yil keldim. Aprel Necha oyida. yosh bo'lyapsiz unda? 19 ga to'lmay kelganman, 18 yoshimda kelganman. Bizda akademik litseylar bor O'zbekistonda, kollej akademik litseylarni. Biz akademik litseyni bitirib, to'g'ridan-to'g'ri bu yoqqa harakat qilib kelganmiz. Kelishingizga asosiy sabab nima bo'lgan? Kelishimga asosiy sabab, men Moliya universitetiga o'qishga topshirgandim. O'sha o'xshamagan. Ya'ni kontrakt bo'lgan. Bizda o'sha paytda kontrakt bilmadim, qanaqadir u yoqda o'qish menga kontraktda o'qish to'g'ri kelmagan. Ya'ni uni men o'zim uchun eng yaxshi variant deb tan olmaganman. Angliyaga kelganimdan keyin o'sha birinchi kelgan kunim hozirgacha eslayman. Hattoki kelishimdan avval bizda hech narsa tayinmas edi. Ya'ni yotoq joyim, turar joyim, kim bilan turaman, qayerda turaman, London nechinchi zonasi, nechta zonasi bor, qayerda bilmayman. Lekin juda ham xursand edim. Ya'ni Londonga kelishim bilganimdayoq vizam chiqdi deganda chorshanba kuni eslayman. 16-aprel eslayman. Juda ham xursand bo'lganman. 18-aprelga bilet olganmiz juma kuniga. Bu yoqdagi o'zbek aka birodarlar, aka ukalar bilan aloqaga chiqib, endi ularning orasida endi eng kichkinasi men edim, akalar hammasi. Yana mendan biroz avval o'qishga kelgan, SEMA o'qigani kelgan namanganlik akamiz bor edilar. O'shalar yordamlari bilan joy topilgan. Aeroportga chiqib meni kutib olishdi. Terminal 4-terminalga chiqib, birinchi hayratga solgan narsa meni o'sha terminalni ichida, ya'ni tagidan poyezd yo'li o'tgani. Bu narsani men aeroport kattaligi ham. Aeroport kattaligi ham o'zi bir anaqa. Birinchi marta uchish bo'lgan bo'lsa kerak o'sha. Hayotimda birinchi marta uchishim bo'lgan. Birinchi marta samolyotga chiqishim. O'ta qattiq hayajondaman. Haligi xursandligimdan demoqchiman. Yo'lma-yo'l haligacha eslayman, hindistonlik bola. Haligi bilan gaplashib kelyapman. Uni ham ingliz tilisi bir ahvolda. Men endi o'zim ingliz tilimni ko'rsatishga harakat qilyapman, praktika qilib kelyapman yo'lma-yo'lda. Endi tajriba bo'lsin. Haligini boshini og'ritib kelyapman. Uncha yoqtirmadi siz bergan savollarimni. London haqida savol beryapman. U menga ko'rsatyapti kartani ochib. 9 ta zonasi bo'ladi. Mana shu zonada birinchi zona eng qimmat, oxirgisi arzonroq deb ko'rsatib, endi haligi
birinchi tushunchalar o'shanda paydo bo'ldi, samolyotdayoq. Endi men Londonni ko'rishga juda ham ishtiyoqmand holatda kelyapman. Qorong'i tushib qolgan, yuklarim bor, kutib olishdi. Birinchi marta eslayman, Chicken Cottage'ga olib borishdi meni. O'sha joyda ovqatlandik. Chicken Cottage tushunmaganlarga KFC'ga o'xshagan, KFC'ga o'xshagan, yog'da qovurib sotadigan joy. Sotadigan joy, shunaqa. U yerga olib borishdi, ovqatlandik. Endi o'sha joyda shunaqa xursandman, haligi menga yo'q joydan uy berib, uyini ochgan odamlarga aytayapman, ishlarim yaxshi bo'lib ketsa, mana sizlarni mehmon qilaman deb aytayapman. Necha pul bilan kelgan cho'ntagingizda? Onam biriktirganlari bilan birgalikda o'sha $1,500 bilan kelganman. Lekin uni $1000 ishlatdim. Endi boshda ijaraga, boshqa mayda-chuydalarga ketdi. Depozit to'laysiz, anaqa to'laysiz, kommunalkalar to'laysiz. Qolgan 500 ortib qoldi. O'sha aylanish bahonasida ish qidirdik biz. Sadik Station tarafda, o'sha stansiyasi tarafda bitta turk oshxonasiga bordik. U yerda kitchen porter bo'lib ish boshladim. O'sha idish-tovoqlarni yuvadigan, mashinaga qo'yadigan eng pastdagi odam. Endi u ya'ni bizni o'sha vaqtdagi nima deydi, birinchi o'rindagi vazifam o'qishimni pullarini to'lashlik va o'sha olgan taomdan olgan qarzimni qaytarib, mana qilishlik, joyiga qo'shishlik muddao bo'lgan. O'shaning uchun nima ish qilishga bo'lsa ham rozi edim. Biroz muddat o'tgandan keyin o'sha turkcha bilishimni hisobga olib, ofitsiantlarga yordamchi qilishdi. Ofitsiantga yordam bo'lib ishlab, chetga chiqqaningizdan keyin o'zingizni bu inglizchada aytganda identity deydi. Ya'ni o'z shaxsiyat, o'zi kimman, meni qadriyatlarim nima, qanaqa masalalarni men ustuvor ko'raman, ya'ni nimani to'g'ri deb bilaman, nimani xato deb bilaman. O'shanaqangi savollar berish boshlaysiz o'zingizga. Alkogol bor joyda ishlashlik mumkin emas deb o'zimcha haligi baraka bo'lmaydi deyishadiki O'zbekistonda, masalan. O'sha narsalarni hisobga olib, ozroq pul bersa ham, ulardan ko'ra boshqa restoranga o'tdim. Bu yoqda yana ofitsiant bo'lib ishlashda davom etdim. Alkogol yo'q joyga o'tdim. Halol restoranga o'tdim. Ovqatlari, endi oldingi ishlagan joyimda ham ovqatlari halol deyishardi, faqat o'sha xizmat qilishimga to'g'ri kelardi, ya'ni alkogol. Shu endi keyin boshqa restoranlarga o'tib, umrim ko'pincha restoranlarda davom etdi. Endi o'zingiz bilganingizdek, restoranlarda ovqat masalasi sal masalan yengillik bo'ladi. Uyga kelganingizda ovqat qilishingiz shart emas. Ovqatdan ekonom qilasiz. Ovqatdan ekonom qilasiz. Asosiy nima deydi? Ishlashdan maqsadimiz uyga pul orttirib jo'natish ham hattoki ikkinchi darajali masala bo'lgan. O'zimizni kunimizni ko'rib, uyga og'irligimiz tushmasin. Ko'pchilik qatori masalan hozir kelishadi. Talaba do'stlarimiz misol uchun hammalarda ham shu tashvish. Iloji boricha uyga og'irligim tushmasin, imkoni bo'lsa orttirib jo'natishga harakat qilishadi. O'sha niyat bilan ishlangan demoqchiman. Ya'ni undan tashqari keyin o'sha ko'pchilik hozirgi vaqtda ayniqsa urfga kirgan o'sha konsiyerjlik ishini qilishni boshladim. Eng ko'p muddat ishlagan ishlarimdan bittasi shu deb o'ylayman. Kenerovoftagi financial service ofisimiz, ya'ni o'sha asosan moliyaviy sektordagi ishlaydigan klientlarimizga chetdan xizmat ko'rsatiladi. Bu yerda biz ham ko'pincha treningga ham kelamiz. Birinchi kelganda agar o'sha yangi, ya'ni kim EY'ga ishlamaydigan odamlar bo'lsa, o'sha guest mehmonlar bo'lsa, kelib o'sha resepsiyonda registratsiya qilishadi. Registratsiya qilib past olgandan keyin o'sha host bilan, ya'ni kim EY'da ishlaydigan odam bilan birga kirib ketishsa bo'ladi. Hozir masalan biz meeting roomga kiramiz. Endi bu yerda ish joyiga kirishga ruxsat yo'q. Kompaniyada ishlamaydigan odamlarga o'shunga tepaga chiqamiz meeting roomda. O'sha yerda bemalol o'tirib gaplashsak bo'ladi. Kirishdan oldin ba'zi dam oladigan joy bor. O'sha ishdan charchab nima qilganingizda o'sha manzara deydi.
yaxshiroq. Shunga choy poy ichsangiz ham, chunki yoki prosta o'tirsangiz ham, yoki kim bilandir kollegalaringiz bilan kelib, bayka aytgancha o'sha mehmonlar chiqishi ham mumkin. Siz bilan o'sha resepsiyonda registratsiya qilib olib chiqsangiz ham bo'ladi. Kelib, shu Londonda moliyaviy markazi bo'lgan o'sha Canary Wharf moliyaviy markazlardan biri bo'lgan Canary Wharfda manzarani ko'rib dam olsangiz bo'ladi. Yoki kofe ichib, choy ichib. Bu qavatda ko'pincha o'sha meeting roomlar hammasi bu qavatning menna shu tomonida faqat o'sha meeting roomlar joylashgan. Odam soniga qarab yoki nimaga qarab tanlayverasiz. Rossiyadan ham Angliyaga ko'chirishingizni sababi nima bo'ldi dedingiz? Ozgina millatchilik yoki shunaqani sezgandek bo'ldim dedingiz. Endi bu narsa hammaning tajribasi har xil. Lekin u narsa bor, uni inkor qilib bo'lmaydi. Baribir jamiyat nisbatan qolgan jamiyatlarga qaraganda Pastroq nazarda qaraydi ruslar o'zbeklarga. Endi uni qanchalik og'iz bitta aytishimiz ya'ni o'zingizning tajribangizdan kelib chiqibdi. Misol uchun shunaqangi his qilganingizda. Nimani aytay, konkret narsalar bo'lgan narsalar. Misol uchun metrodan chiqqaningizda har safar sizni 4 ta odam ketsa, faqat sizni deylik, rangingiz boshqacha bo'lsa yoki nima bo'lsa, to'xtatsangiz, har safar bu sistematik tarzda qaytarilaversa, bu narsa yoqimsiz narsa. Bu qanaqa nima bo'lishidan qat'iy nazar. O'qishlar juda zo'r bo'lgan. Misol, aytdi, universitet ichida unaqa narsalar yo'q. Shaxsan men tajribam buna bo'lmagan, lekin men ko'proq ko'chadagi nimalarda nisbatan shu narsa bor bu narsa. Keyin baribir albatta menga nafaqat u asosiy sabablardan baribir Angliya yoki Amerikada o'qisangiz, xuddi boshqa nimalarga o'xshab turib, mahalliy universitetlardan ko'proq ishchisini oladi. Baribir o'sha yurtda, o'sha davlatda universitetlarni bitirganingiz yaxshi, agar o'sha yerda ishlamoqchi bo'lsangiz, o'sha yerda karyera qilmoqchi bo'lsangiz. Shu ham o'sha o'qish mobaynida kulturani o'rganasiz, boshqa qilasiz. Albatta. Odamlar bilan muomala. Chunki baribir odamlarning muomalasi ham kulturaga qarab farq qiladi. Albatta, o'shalik siz ham bilasiz, shu korporativ nimalarda ishlaysiz, soft skills deydi. Bu narsa baribir o'sha o'qish davomida rivojlanadi-da. Chunki baribir o'sha mahalliy aholi umuman madaniyatini, nimasini yaxshi o'rganib, integratsiyasiga keyinchalik ham oson bo'ladi. Tohirbek 2022-yil o'qishni bitirdingiz. Nimaga bu yerda qolmoqchi bo'ldingiz? Qolish niyati qanday paydo bo'ldi? Qolish nimasi endi birinchidan aka ochiqchasiga aytsak, Angliya, Buyuk Britaniya o'zi rivojlangan davlat, rivojlangan iqtisodiyotlar, rostdan imkoniyatlar keng. Nafaqat mani sohamda o'zi umuman, lekin haqiqatan moliyada London jahonda eng katta markazlardan biri hisoblanadi. Chunki azaldan o'zi London birjalari, umuman moliya bu Angliyani iqtisodiyotiga katta foydani olib keladigan sektorlardan bittasi. O'shuning uchun Nyu-York qatorida, Tokio, Gonkong qatorida London eng katta markazlardan hisoblanadi. Bu degani o'z-o'zidan katta imkoniyatlar degani-da. O'shuning uchun ham paytda o'qiganim albatta bu joydaligi o'zbekcha qilib aytganimda so'g'ini bilishingiz, odamlar tanishingiz albatta o'z-o'zidan menga Londonda qolishimga, meni karyeramni qilishimga yaxshi joy edi. Keyin endi balkim qolgan mamlakatlarda ham bordir, hali oldinroq aytganimdek, o'sha graduate scheme'lar, ya'ni imminni universitetda yangi bitiruvchilariga qilingan programmalar. Aytda sizdan misol uchun agar boshqa programmalarga yoki to'g'ridan to'g'ri ishlarni topshiraman desangiz, ko'pincha tajriba so'raydi. Bu nimalarda siz ham o'zingiz bitirgansiz, shunaqa programmalar bilan tajriba shart emas. Chunki o'zlari sizga treyning qilishadi, professional kvalifikatsiyalarni nima qilasiz. O'shuning uchun shunaqa imkoniyatlar ko'p bo'lgani o'z-o'zidan qolgan faktorlar hisobida shu Angliyani tanlashimga nima bo'lgan? Shu uchun Angliyani tanlab, o'sha yerda kompaniyalarga ishga topshirganman. Nimaga bu savolni berdim? Sababi bizni endi sizda bilmadim. Ko'pincha shu O'zbekistondan kelgan vatandoshlarimiz shunaqa bosim bo'ladi-da. Ras chet elga ketdingmi, o'sha yerda joyini topib qolib ketishing kerak, pulni qilishing kerak, boshqa degan bosim bor-da. Как будто o'qishni yaxshi bitirib qaytib kelsangiz, luzerdaqa ko'rinib qolasiz, o'sha yerda ish topib qolib ketolmabdi degan narsa bor-da. Shunga sizda o'zingizni karyerni yaxshi ambitsiyangizdan kelib chiqib ish topishga harakat qilganmisiz yoki anaqadir uyda bosim bo'lganmi? Va bunaqa bosimlarga qanday qaraysiz?
endi hali misol Ya'ni uchun Asanoy bosim ham o'zi oiladan emas, jamiyatdan kelib chiqadi. endi qarang, agar yo'q umuman bosim bo'lmagan desam, to'g'risini aytaman, yolg'on gapirgan bo'laman. Qandaydir miqdorda uni elementi ham bor, ya'ni kim o'sha bir sizdan kutilmalar deylik. Misol uchun man O'zbekistonda o'qiganimda hali old o'quvchilardan bo'lganman. O'sha diplomatiyaga kirganimda ham albatta o'z-o'zidan oilangizda, jamiyatda, tanish bilishlarda, o'rtoqlaringizda nimalarda kutilma bo'ladi. U ham bir nimani bir qismi. Agar buni endi qana boshqarishingizga, baribir qana qabul qilishga bog'liq. Agar yaxshi nimada yo'naltirsangiz, ya'ni kim o'z ustingizda ishlashga yordam beradi. Bu bosimda bir nimasi. Lekin undan tashqari ko'proq Angliyani tanlashimga oldin aytgandek moliyaviy markazdagi nimani, o'shna faktorlar, kompaniyalar yaxshiligi, baytdagi madaniyat, ish madaniyati, juda haligi ish bilan o'zingizni hayotingizni, shaxsiy hayotni nimasi balansini qilish Angliyada yaxshiroqda. Buni, naprimер, har bitta kompaniyada 28 kun dam olish kuni berilgani yilda. Xohlagan kuningizda olasiz. Davlatda o'zida 8 ta milliy bayramlar borligini, unda ham dam olishlar, ishda tamalnaqa ko'pincha soat 5 larda, 5:30 da tugashligidan kursingizdan bo'ladi. Misol uchun Yaponiyada o'qiydigan tanishlarim bor, yo Koreyada, yo Amerikada, shularga nisbatan solishtirganda o'zi umuman kontinental Yevropada shu balans yaxshiroq. Shular ko'proq sabab bo'lgan bosimga qaraganda. Lekin imminni oilamga kelsam, yo'q, unaqa nima bo'lmagan. Qayerda sizni ishingiz yaxshi bo'lsa, qayerda o'zingizni yaxshi his qilsangiz, o'sha yerga borish kerak. U xoh O'zbekiston bo'lsin, xoh Amerika bo'lsin. O'shuning uchun bunaqa fikrda, ya'ni kim o'sha yerda o'qidim, faqat o'sha yerda qolsin degan yondashuv menimcha ozgina noto'g'ri. O'qish masalasi, o'sha aytganimdek, meni o'qishim juda ham zo'r bo'lmadi. Angliyaga kelganimda. Birinchi kelganingizda? Yo'q, umuman zo'r bo'lmadi. O'qish, talabalik davri va hokazolarni his qilishga imkoniyat bo'lmadi. Chunki nimadirga erishish uchun nimadirdan voz kechish kerak. Uzoq muddatda nimagadir erishishim uchun hozir nimadirdan voz kechishim kerakligini tushunishimga sabab bo'lgan bitta video bor edi. Qaysi? O'sha LSBF ga kelganman, London School of Business and Finance ga kelganman. U yoqni bitiruvchisi bo'lgan, alumni bo'lgan Ma'ruf aka Arifjanov degan akamiz borlar, xabaringiz bor. Uzoq muddatdan beri o'sha Angliyada o'sha ACCA ni hamma imtihonlarini yiqilmasdan o'tib, bittada o'tib, keyin Deloitte ish boshlab, boshqa kompaniya yuksak yutuqlarga erishgan, katta kompaniyalarda shu paytgacha ishlab kelayotgan akamiz borlar. O'sha kishini videolarini ko'rganmiz. Endi biz o'sha LSBF ga kelganmiz, ular bitirganlar, ko'rib ta'sirlangandim. Men ham shunaqa joylarda ishlarmikinman bir kun kelib. Chunki men North West Londonda yashardim, shimoliy g'arbiy Londonda yashardim, 13-chi etajda turardim. Butun Canary Wharf ko'rinardi-da menga. Videoda ko'rardim Canary Wharf, endi sal uzoqda bo'lsa ham ko'rinadi, Centralniy London ko'rinardi. Ishladim, o'qidim, lekin men bilan bir vaqtda ham o'qishni ham ish uddalagan do'stlarimni ham haqqini yemasligim kerak deb o'ylayman. Ya'ni ular uddaladi, ham o'qishini, ham ishini qilishi, mendan avvalroq ishga, professional sektorga kirib borishga muvaffaq bo'ldi. Menda dangasalik bo'lgandir, balki o'zimdan ko'ra, bir narsadan ko'ra boshqa narsaga chalg'ish bo'lgandir. O'zi nima fan o'qigansiz? Men birinchi kelganda o'sha ACCA o'qidim. Keyin 1 yildan keyin meni kollejim, o'sha LSBF xalqaro studentlarga, xalqaro talabalarga sponsorovat, ya'ni homiylik qilish anaqasini litsenziyasini Home Office tarafidan, Britaniya hukumati tarafidan oldirib qo'ydi. Nimaga o'zi accounting o'qish tanlagansiz? Nima qiziqtirdi? To'g'risini aytaman, men borganimda birinchi o'zi Amerika period qilmoqchi bo'lganman iqtisodiyotga. Men hozirgacha ko'proq qiziqchi bo'lmoqchi. Da, bo'lganman. Da. Iqtisodda keng fokusda olasiz-ku, umumiy. Bu sohaga o'tib ketaverasiz. Da. O'shunga men Amerikaga o'sha kuniga nima qilgan, birinchi topshirganman o'zi. City University of New York deydi. Chunki unda men o'sha paytda ko'rganimda odamlar aytdi, Amerikan sistemasida bilsangiz, birinchi 2 yilda umumiy nimalar o'qitiladi, 3-4 yilda maxsus o'sha sohasiga tegishli narsalarni, fanlarni o'qishadi ular. 2 yil o'qib turib Ivy League'ga, ya'ni kim o'sha Columbia University'ga o'tgan nimalar ham bor edi. Perspektiva ancha yaxshi edi. Keyin qarindoshlar ham bor edi. Misol, uyda turish nima yaxshiroq edi. O'shuncha men haqiqat nima topshirganman. Lekin biz topshirgan nimada endi buni aytsa bo'ladimi? U terakt qilgan o'zbek bola, eslasangiz. Terakt qilgan New Yorkda.
juda nimalar qisqartirib yuborgan vizalar. O'zi itak Amerikaga viza olish qiyin o'zbeklarga. Uni orqasidan yana ham qiyinlashib ketgan. Endi balkim bitta sabab basdir, shu ko'p faktorlar ichida bu ham bor edi. Topshirganman, menga отказ bergan. 2018-yil topshirganimda. Topshirgandan keyin yana Moskvaga qaytganman. Baribir o'qishni nima tugatdi. Baribir shu ketish nima bo'lgan? Keyin Angliyani tanlaganman. Qishki semestr bo'lgani uchun iqtisodiyotga nimalar ochiq bo'lmagan. Ko'p nimalarga. Keyin moliya ham o'sha yerda maslahatlashib, baytdagi ishlagan yoki nima qilganlar bilan shu moliyani keyinchalik konsaltinglarga yoki bank nimalariga yoki o'sha Big Fourlarga kirishdi. Nimasini shunaqa maslahatlar nimalar bergan. Qaraganman, yaxshi nimaga o'xshagan. Topshirganman. Faqat endi nima deydi? Lekin imminni accountingga nima bo'lmagan, to'g'risi. Ko'proq keyinchalik oqim yo'nalishi bilan ketdik deydi. Bitirib nima qilgandan keyin. O'zi mana ko'p studentlar keladi Angliyaga. Juda ko'p student keladi. Ko'pchilik ili business management ili accounting o'qiydi. Bilasiz o'zi. Aksariyat haligi bir boshqa fanlarda o'qiydiganlar kamda, misol ximiya, tam haligi engineering bu narsa o'qiydigan kam. Shu kelmoqchi bo'lganlarga, accountingni o'qimoqchi bo'lganlarga maslahatingiz qanday? Misol nimaga tayyor bo'lib kelishsin, o'zi bu o'qigandan keyin uni karyerning nimasi perspektiva qanaqa? To'g'risini aytaman, accountingda maslahat bermayman. Business managementda ham maslahat bermayman. Endi bu maslahat bermayman deganim, agar ular tanlashmagan bo'lsa, agar sohani tanlashmoqchi bo'lishsa, siz endi hozir tanlaganlar so'rayapsizmi yoki umumiymi? Consider qilyapti. Misol accountingni o'qisam, hali bizda anaqa narsa buxgalteriyani o'qib doim ish topasan deydi-yu. Hali buxgalter kerak degan narsa shuncha borda bizda. Yo'q, men unaqa nima qilmasdim lekin o'sha odamlarga. Chunki hattoki hozirgi kompaniyamda ham ishlayotgan joyimda mana siz ham o'sha to'rtta kattalikdan bittasida ishlaysiz. Bilsangiz kerak, mana kollegalaringiz har xil sohalardan. Mani mediada bitirgan kollegam bor, ximiyani bitirgan kollegam bor, iqtisodiyotni, umuman sohalar o'ta har xilda, har xil sohalarni bitirishgan. Rostdan qiziqqan sohasiga topshirish kerak. Yoki bizga qaysi sohada ko'p pul topsa, ash qiziq-ku bizga. Baribir yaxshi nima olib kelmaydi-da, oxiridan ko'ryapmiz-ku. Ko'pchilik qilib ketyapti ekzaminlarda. Albatta. Chunki qiziqmasi o'ta qiyin-da. Ayniqsa men aytaman, accountingda o'ta qiziq. Chunki o'ta texnik nima, fan. Debitlar, kreditlar, misollarga o'sha hisob qolish kerak. Double entry'lar, agar uni ya'ni kim sal odam qiziqmasa, men bilmayman, o'ta ham zerikarli-da. Ham qiyin, ham zerikarli bo'ladi. Men endi ochiqchasini aytayapman-da. Endi tasavvur qiling, umuman qiziqmagan odam, u o'qimaydi. Hatto o'qib turib nima qilganlarga bilasiz, mana endi ish topish masalasi endi u alohida intervyu bo'lib ketadi. Bu yerda hozir mana yuribman. Canary Wharfda ishlamaganligim uchun bizning ishxonamiz Tower Bridge, Londonda Tower Bridge mashhur inshootlardan biri, ya'ni Londonda Tower ko'prigining yonida joylashgan. Bu yerda ishlamaganligim uchun ko'p klientlarimni asosiy bu endi Canary Wharf Londonda moliyaviy yuragi desa ham bo'ladi. Ko'p klientlarimni binolarini ko'rib, biroz odamda ular shu yerda ofislari shu yerda ekanda degan tushuncha paydo bo'lyapti. Northern Trust bu tarafda eng katta asset menejerlardan bittasi, administratorlardan bittasi. JP Morgan. Timur aka, o'zi nima o'qigani kelgansiz? O'sha ACCA kvalifikatsiyasini o'qigani kelganim, Association of Chartered Certified Accountants. Buxgalteriya. Tan olingan buxgalteriya anaqasi kvalifikatsiyasi deyiladi. Ko'pchilik hozir O'zbekistonda ham juda yaxshi bilishadi buni. O'shani o'qigani kelgandim. 1 yil davomida o'qidim, ba'zi imtihonlarni topshirib o'tishga muvaffaq bo'ldim.
ba'zilaridan masalan o'sha aytganimdek to'g'ridan to'g'ri akademik litseydan chiqib universitetda даже universitetda anaqasini o'qimasdan turib bakalavriatini yoki magistraturasini o'qimasdan turib to'g'ridan to'g'ri ACC boshlaganligim uchun ba'zi imtihonlardan o'tolmadim. 1 yil o'tar o'tmas men qayta imtihonlarni topshirishim kerak bo'lgan mahalda LSPF o'zini litsenziyasini homiyligini yo'qotdi. O'shandan keyin men mana shu Bahodir aka degan akamiz borlar, ko'pchilikka yordam berganlar u kishi ham o'qish borasida. O'sha kishining yordamlari bilan boshqa o'qishga o'tdim, BPP universitetiga. O'sha yerda siz bilan tanishganmiz. O'sha yerda siz bilan tanishganmiz. Birinchi marta ko'rishib tanishganmiz. BPP universitetida 2 yilcha o'qidim. U yerda ham o'sha moliyaviy qiyinchiliklar, boshqa sabablar o'qishni bitira olmadim. 2 yil o'qiganimdan keyin kontraktni to'la olmadim va ekzamenlaridan o'ta olmadim. Meni o'qishdan chetlatishdi. Haydaldim, qo'pol qilib aytganda, o'qishdan haydaldim. Keyin o'shanda shunaqa holatda turgan bo'lsam ham taslim bo'lmayapman. Endi Husanboy o'rtog'imni yaxshi taniysiz. U bilan bir xonada turardik. O'sha paytda Husanboy bilan o'tiribmiz, menga PPPdan haydaldingiz degan xat kelyapti. Nima qilarimni bilmayman ochig'i. Buni nima tarafi? O'qishdan haydaldingiz degani vizaga ta'sir qiladi. Ya'ni отказ bo'ldi degani. Shunaqa 60 kun ichida yo boshqa o'qish topishingiz kerak bo'ladi, yoki chiqib ketishingiz kerak bo'ladi. Boshqa o'qish topish ehtimolingiz juda kam. Chunki boshqa o'qishlar ham bir joydan haydalgan odamni olishi qiyin-da. 60 kun nima berdi? Nima qilasiz endi? Birinchi kelgan nima hayolingizga? O'rtoqlarim bilan maslahatlashaman. Endi albatta uydagilarga ayta olmayman bu narsani. Qo'llab-quvvatlab bir joyga ishga kirgizib qo'yadigan bir tankingiz yo'q. Tank ham yo'q. Tank endi xalq tilida aytganda tank ham yo'q. Endi nima qilarimni bilmayman. Do'stlarim bilan maslahatlashdim. Tabiiyki, o'sha bir joyda, bir uyda turardik, 6 kishi turardik, 2 xonali uyda. Husanboydan maslahat so'radim. U aytayapti, hozir O'zbekistonga borganingiz bilan sizni hech kim qo'sh-qo'llab kutib turgani yo'q. Erkak kishisiz, hech kimga nolib, dardingizni aytib yurmaysiz. Bosing shu yerda qoling. Noqonuniy bo'lsa ham qolib, moliyaviy holatingizni tiklang. Endi men haligini o'zimga singdira olmadim. Sababi men yoshligimdan o'qishga bo'lgan ishtiyoqim juda baland bo'lgan. O'sha O'zbekistonga o'sha joyda qaror qilishim kerak. Men endi ketishingiz kerak. Yo ketishim kerak, yo qonuniy qolishim kerak. Men noqonuniy qolib ishlashni hayot deb ko'rmadim, o'zimga ep ko'rmadim, ya'ni singdira olmadim. Nima bo'lsa bo'ldi, O'zbekistonga ketaman dedim. Internetdan qidirdim, nima qilsam bo'ladi, huquqshunoslar bilan gaplashdim, loyerlar bilan gaplashdim, bu yoqdagi imkon bo'lmayapti. Keyin bir kishi bilan gaplashdim, loyer ekan, huquqshunos aytib qoldi, mana shunaqa family and private life, ya'ni oila va shaxsiy hayot degan viza bor. O'sha orqali qilsang bo'ladi, lekin unga отказ berishlari, ya'ni senga rad javobini berishlari 100%. Ya'ni sana hech qanaqa bog' ko'rsatilmaydi Britaniyada. Shunchaki sana 7 oylik vizani cho'zib beradi. Ko'rib chiqishi uchun, ya'ni ular bu viza turi Home Office'ga ko'rib chiqish uchun ham prioritet emas. Ya'ni birinchi o'rinda turmaydi. Eng oxiriga tushadi sana qilgan applicationing deyapti. Sen qolasan Britaniyada, senga vaqtdan yutasan xolos. 7 oy nimadir qilib olasan. Shu xuddi shunaqa. Va u deyapti, eng yaxshi tarafi deyapti, ana u oldin student vizada bo'lgan bo'lsang deyapti, даже rejection olgan bo'lsang ham seni student vizang apply qiladi. Seni hozirgi applicationing Home Office'da turgan holatda deyapti, statusing deyapti, UKdagi statusing continuation of the previous state deyapti-da. Student bo'lib davom etadi. Student bo'lib davom etadi deyapti. Menga bu juda ham yoqib tushdi. Har xil nima deydi, ishlarni qilishga imkoniyat bo'ladi. Endi nima bo'lsa bo'ldi dedim, o'shani to'lovini qildim. Menimcha 500 funt qanchadir to'lov qildim o'sha narsaga. Pul qilyapman, ishlayapman, o'sha aytganimdek konsierj bo'lib ishlayapman. Har xil odamlar yashaydigan binolarga boraman. Ba'zi joylarda endi agentство orqali ishlaganligim uchun ba'zida konsierj, ba'zida security, ya'ni qorovul, ba'zida doorman deyiladi, eshik ochib yopadigan, o'shunaqa ishlar to'g'ri kelardi. Menga muqim ish bo'lsa bo'ldi edi, qaysi biriga ketaveraman. O'sha eshik ochib yopadigan bo'lib ishlab yurgan joyimda Marokashlik Karim degan birodar bilan tanishdim. U kishi Citibankda ishlagan, Janubiy Afrikada, bu yoqda British Arab Commercial Bankda ishlardi. Karim
O'sha paytda men u yoqda ishlashni to'xtatganimdan keyin menga aloqaga chiqdi, telefon raqamimni o'sha yoqda ishlab yurgan xodimlardan olibdi. Aytdi, "Mana shunaqa, men seni holatingni yaxshi bilaman. Men ham seni holatingni bosib o'tganman, ya'ni sen o'tayotgan yo'llarni bosib o'tganman. Hattoki internship, bu yoqda internship deb O'zbekistonda nima deyiladi buni, anaqa stajyorlik, stajyorlik olishing ham juda qiyin. Shu imkoniyatni men senga bermoqchiman" dedi. Haligi taklifdan juda ham xursand bo'ldim. Men Karim bilan ko'rishdik, mana shunaqa men ishlashga roziman, ish o'rganaman, hammasi. Odatda stajyorlarga oylik to'lanmaydi. Tem bo'li meni holatimda bo'lsa, u holatda o'qishdan haydalgan, vaziyat chigal holatda, hali vizasi tayinmas holatda turgan bo'lsa, hech qanaqangi eshiklar ochilishi qiyin. Karim o'sha paytda menga yordam berdi. Stajyorlik qilib ishga olish bilan bir qatorda kompaniyasidan tashqari o'zini cho'ntagidan menga oylik qilib chiqarib berdi. Bir muddat ishladim. Keyin vizani javobi keldi. Keting endi. Bo'ldi, Yetib keldingiz. Deyishdi. Necha oyda keldi? 7 oyda keldimi? Yo'q, 7 oydan oshiqroq muddatda keldi. Fevral oyi. 2019-yil fevral oyi. 23-fevralgacha chiqib ketishim kerak. Hozir qanaqa qilib bu muammoni hal qilishni ham bilmayman. Bakalavrim yo'q qo'limda. O'zbekistonga borib nima deyishni ham bilmayman. Oradan 4 yil o'tibdi. Oradan 4 yil o'tdi. 2014ga 4 yil o'tib ketdi. Hech narsaga erishmadim. Harakat qildim, bo'lmadi-da. Endi qaysidir ma'noda harakat qildim, qaysidir ma'noda endi nimadirlar bo'ldi, orada to'siqlar bo'ldi. Tenglar o'qishni bitirdi o'sha paytda. Men tenglar o'qishni bitirdi, o'qishga maqsad qo'yganlar, masalan, o'sha do'stim Husanboy misol uchun o'qishni bitirdi, Deloitte'ga kirdi. Keyin ketdim. Endi o'sha 2019-yil fevraliga keldi, yetib keldik Astanovga, O'zbekistonga ketaman, boshqa iloji yo'q. O'zbekistonga ham bordim. Uydagilarga aytdim, hammasi yaxshi. O'qishim pulini to'laganim yo'q hali. O'shani to'lasam menga diplomni berishadi dedim. Yolg'onni Xudoni o'zi kechirsin deb. Ularni ham tashvishga solgim kelmadi. O'shancha vaqt o'tdi. Yana bir qaytib kelishga yana imkoniyat bo'ldi-da. Angliyaga kelganingizda birinchi taassurot qanaqa bo'lgan? Birinchi kelganim Necha yosh bo'lgansiz? Men 20 yoshim, 19 yoshimda bo'ladi. 20 yoshimda kelganman. Shu o'rtog'im kutib olgan Heathrowdan, Terminal 4dan. Birinchi endi o'sha srazu o'zi bilsangiz endi Heathrowda nima metro o'sha yerga kirgan, metroga tushganmiz. Endi yana kelib chiqqanimda o'sha Canary Wharfdan chiqqanman. Hozir turgan joyimizdan, ya'ni o'sha Londonda moliyaviy markazlardan biri, eng katta moliyaviy markazlardan birida chiqqanimda, ya'ni kim o'sha keldi-ku JP Morganda, ya'ni o'sha Jubilee Line'dan chiqib turib, ko'rasizlar. Haybati bor-a? Albatta yoqadi. Baribir o'shaligi kinolardagi xohlaymizmi yo'qmi, baribir taassurotlarni o'sha nimadan olasiz-ku, endi kelmaganingizdan keyin birinchi yoqqan. O'sha nimada yoqqan. Keyin eng qizig'i shu bilan birga ikkita stansiya o'tganimizda Poplar'da nima qilganmiz. Kontrast umuman katta bo'lganda, ya'ni kim boshqa shahar yo boshqa davlatga uchib qo'ygan. Chunki endi hamma shaharda ham bo'lsa kerak, lekin bunaqa kontrastni men birinchi marta ko'rayotgandim. Ya'ni kim juda qisqa joy, lekin anaqa ikki xil dunyo desa bo'ladi rostdan. O'shunga nima desam ekan, ajoyib taassurot bo'lgan. Hali ham bitta nimani ko'ryapsiz, chiqyapsiz, baland binolar, chiroyli ko'rinish, boshqa shaharga chiqib. Ikkita atiga bir 10 minut yurayapsiz, o'sha boshqa nima deysiz. Endi juda yomon deyotganim yo'q, lekin kontrast katta edi. O'qishda Accounting Finance ACC o'qigansiz bu yerda. ACC'da ko'p o'zim tajribamdan tanishlarni ko'rganman. O'qish ancha qiyin-da. Ko'pchilik ekzaminlarni bitira olmay haydalib ham ketadi. Biz ham juda qiynalganman, men ham ACC o'qiganman, qiynalganman. O'shani siz qanday yengib o'tgansiz? O'qishda ham yaxshi baholarga bitirgansiz, 2.1 olgansiz. High 2.1 bo'lgan. Ya'ni kim shu first classga 2 nima aytmay 68 bo'lganda. 2 ball bo'lganda first class bilan bitirasiz. Nimada 70 hisoblanadi. Angliyada, ya'ni kim o'sha bizni 5 bahomiz agar 5 balli o'rtacha bahoyingiz 70 ball bo'lsa, o'sha 5 bahoga bitirgan bo'lasiz. Umumiy nimaniki bo'lib ham Angliyada jicha farqli. O'zbekistonda, например, endi hozir srazu bahodan o'tib ketdim. Ya'ni O'zbekistonda deylik 4 yillik nimangiz umumiy o'rtacha qilib olinsa, baholaringiz 4 yil davomida olganingiz, Angliyada jicha boshqacharoq. Ya'ni oxirgi yilda, ya'ni kim
o'zbekchada aytishadi, spets fanlar deyishadi. O'sha spets fanlarda bahosi bosib yuboradi. da vesi kattaroq umumiy nimangizda, ya'ni kim 3-yildagi umumiy o'rta bahoyingiz 70% tashkil qiladi. Ya'ni kim 1-2 kursda siz hammasini 5 ga bitirgan bo'lsangiz, lekin oxirgi nimada 3 olib qo'ygan bo'lsangiz, katta ehtimol bilan 3 ga aylanib ketadi. O'shuning uchun bu Covid paytida bo'lgan, mayli, alohida nima. ACCA kelsak, men Rossiyada o'qiganimda biz o'z finansовая учетность deydi. Finansовая отчетный учетность. U ya'ni kim F3 ga to'g'ri keladi. F3 bilan F7 ni o'qiganmiz. Keyin o'zingiz bilsangiz ACCA da agar matematikadan yaxshi bo'lsangiz, ya'ni keyin analitik sklad deydi, o'shanaqa yondashuvingiz bo'lsa, osonroq bo'ladi. Keyin men yana aytganimdek, baribir ekonomikani o'qiganim yordam bergan. Ya'ni umumiy biznes, ekonomikani tushunishingiz, bilsangiz o'sha F1, F2 nimalarda baribir yordam beradi. Aytganimdek F3 bilan F7 ni va Moskvada qilganim ham yordam berib, menga ancha osonroq bo'lgan. O'zi nimaga qiyin bo'ladi odamlarda, o'zingiz bilganingizdek, bu narsani ko'pchiliklar bakalavrni bitirib, keyin o'qiydi bu narsani. Bu ya'ni kim professional kvalifikatsiya, akademik kvalifikatsiya bas bakalavr, magistraturaga o'xshab. O'shuning uchun bizda siz ham aynan tanishlarimiz maktabni bitirib kelib o'qishadi. Albatta unda qiyin bo'ladi. Menda u narsalar oldindan bo'lgani uchun nisbatan osonroq bo'lgan. Qarang, bahoga to'xtab o'tdingiz. 2.1, 2.2, 2.3. Shu qanchalik katta rol o'ynagan shu ishga kirishingizda, o'zi Angliyada misol student bilan og'iz o'qiyotgan studentlar bizni ko'rayotgan bo'lsa, qanchalik baho rol o'ynaydi? Qanchalik muhim? Baribir endi anaqa bilim muhim deyiladi, to'g'ri, albatta bilim muhim. Lekin o'sha baho bilimni ko'rsatishda ko'pincha xohlaymizmi yo'qmi? Rostdan ham bilimni ko'rsatadi. Ya'ni bizga o'xshab prosta baho zo'r bo'lsa ham, lekin miya bo'sh bo'lishi ham mumkin biz taraflardan. Edi, menimcha edi. Boshqa yo'llar ham bor baho olish deyman-da. Bu yerda unaqa yo'llarni hech ko'rmadim. No comment dedi. Endi O'zbekistonda, chunki men ko'rdim, misol uchun o'rtalama o'qigan boshqa nimalarda. Lekin O'zbekistonda ham o'qigan bolaga qo'yib berishadi menimcha. Tushunadi. Mana top universitetlarga ishonadi va Singapurskiy mashhurlar haqiqatda. Misol uchun diplomatiyada ham zo'r edi, yuridическийda ham zo'r edi. Moliyada bitirgan bolalar ham bor, ular ham o'qishgan, zo'r nimasini qo'yib bergan. O'shuning uchun mayli, u alohida. Angliyada anaqa korrupsiya nima yo'q. O'qiysiz, bahoyingizni olasiz. Endi baho nimaga muhim? Ishga oluvchilarda instrumentlar ham ko'p, lekin shulardan bittasi baribir bahoda. Baho bu nima? Ya'ni kim umumiy aytyapmiz, deylik, bola 3 yil davomida tizimli ravishda har kuni kelib, darsini qilib, berilgan vazifani bajardi degan ko'rsatishda baribir xohlaymizmi yo'qmi? O'shuning uchun umuman ahamiyatsiz ham, lekin shu nimani o'zida faqat bahoga bog'liq ham deb bo'lmaydi, lekin asosiy faktorlardan bittasi baribir. Chunki Angliyada ko'p nimalarda minimum talab bor bahosiga, ya'ni kim o'sha 2.1 deydi. Katta korporatsiyalarda aytyapman. Nima katta korporatsiyalar? Bizlarga xalqaro talaba sifatida bizni vizamizni beradigan, sponsor qiladigan ko'pincha katta korporatsiyalar bo'ladi. Chunki sponsorlik qilish qimmat tushadi. O'rta va kichik biznesga sizni arzimaydi. Qimmatda sizni ishga olishi. Uni Britaniyalikda yoki vizasi bor odamni olish arzonroq. Ya'ni kim katta korporatsiya qolgandan keyin ular talabi ham kattaroq bo'ladi. Talabi misol uchun minimum ko'pchilikda 2.1. Ya'ni kim 4 ga, endi 4.5 bo'ladi O'zbekiston nimasida. Baho o'shini bo'lish kerak deydi, minimum. Siz nimada yaxshi o'qimasangiz, o'ta ham imkoniyatlaringiz kamayib ketadi. Qolgan ishlarga, topshirishga, kirishga. O'shuning uchun muhimdir dedim. Keyin kelajakda ham misol uchun agar o'sha 5 baho nimalar bilan bitirsangiz, yaxshi o'qishlarga, magistraturaga, umuman boshqa karyeringizga ham yordam beradi. Baribir aytganimdek, yaxshi ko'rsatish. Bola keldi, o'qidi, tizimli ravishda har kuni yillar davomida. O'shuning uchun meni fikrimcha muhim baribir. Timur aka, mana shuncha qiyinchiliklardan o'tibsiz. Misol, to'g'risi, men endi ash paytlarda boshga tushganda ko'z ko'rar edi. Balki boshqa odam eplolmagan bo'lasiz deyman-da. Hali misol ambitsiyalar bilan keldingiz. 2014 4 yil harakat qildingiz. O'qishdan haydalib noqonuniy yurmasdan uchun qaytib ketdingiz. Juda katta udarda, ancha-muncha odamning irodasi sinib qoladi. Ko'pchilik u holatga tushganlar, o'zim siz taniydigan insonlardan bilaman.
Davay deydi, nelegal 3-4 yil, 5 yil ishlab, pul qilib qaytib ketishdi-da. Ya'ni siz tanlagan tanlovda tanlashmadi. Sizda o'sha paytda nima yordam berdi o'sha qiyinchiliklarni yengib o'tishga? Eng asosiy o'sha kuch bergan narsa nima bo'ldi? Birinchi o'rinda aytib o'tib ketishim kerak, masalan, hammamizda sharoit har xil. Balki o'sha do'stlarimiz bu yoqda qolib, o'sha ishlarni qilishlariga ham sabab bo'layotgan narsa ularda boshqacharoq vaziyatdir-da. Men ular uchun, ya'ni bu tanlov noto'g'ri, buni qilmaslik kerak deb ayta olmayman. Hamma o'zini hayoti uchun o'zi hukm chiqaradi. O'shaning uchun men boshqalarni ham, ya'ni qilgan ishlarini, tutgan yo'llarini yo noqonuniy qolib moliyaviy holatda yaxshilashga bo'lgan harakatlarini men noto'g'ri narsa deb aytmayman. Men uchun o'sha vaziyatda meni vaziyatimdan kelib chiqib, menga bu noto'g'ri yo'ldek ko'rindi. O'shaning uchun men qaytib ketdim. Endi birinchi o'rinda orqaga yo'li yo'qligi menimcha eng katta anaqada motivatsiya. O'sha orqaga yo'li yo'q. Onam ko'z oldimdan ko'p o'tardilar. Endi qaytib borsam menga-ku boshqalarning gapi unchalik ahamiyatsiz edi. Ya'ni o'qishdan haydalib ketdi yoki nimadir. Mahalla gap unchalik ham qiziq emas. Odamlarni rozi qilib bo'lmaydi-ku, baribir bilasiz. Onam obro'lik inson, ya'ni o'sha necha yillardan beri, masalan 30 yil, 40 yilga yaqin shifokor bo'lib, obro' topgan, misqollab topgan obro'lari bor, endi hamkasblari orasida. O'sha obro'ni to'kamanmi degan tushuncha ham biroz oldinga yurishimga nima bo'lsa bo'ldi, mana shu yo'ldan yurishim kerak degan anaqaga sabab bo'ldi. Nimada praktikada ko'proq musulmonlar ishlatishadi. Axborotxonalari ham, nimalari ham bor. Ko'pincha qolgan 3 ta nimalar ham bo'ladi-da, boshqa florlarda ham bor. Bizga yaqin shu edi. Bu erkaklar ishiga, yoki ayollarga ham bormi? Ha, alohida ajratilgan ayollar uchun baytlarda nima qilib, axborotxona işte любой paytda har qanday vaqtda kelib namoz o'qib ketsa bo'laveradi. Ish vaqti nimani ochiq. Hamma tushunadi. Hattoki vaqtda sharoit yaxshi qilingan. Mitinglardan ham bemalol nasiz bo'ladi agar o'sha vaqtda to'g'ri kelib turgan bo'lsa, hamma to'g'ri tushunadi. Juma kuni ofisda juma o'qib qo'yasizlar ekan. Ha. Ba'zida boshqa ofislardan ham bizga kelishadi. Hamma sharoit yaratilgan shu ishxonani o'zida. Keyin nimani ko'rsatmoqchi edim. O'sha ichki treninglar o'tkazadigan nimamiz bor. Hamma ofisdan kelib, katta o'sha bularni internal training deydi. O'sha ichki treninglar o'tkaziladi shu. Aski etajda Berdimi? Siz beraman shaqa. Collaboration boshlaydi ekan. o'tirib maqsad bo'ladi. O'tirib har narsaga gaplashib, ishdan tashqari yoki ishga bog'liq paytda o'sha hech nima bor, masalan, olib mashg'ulotlar mitinglarga, nimalarga
Ko'pchilik mana shu endi o'zingiz ham tanishlaringiz ko'p o'zbek talabalari orasida. Nima sabab bo'ladi deb o'ylaysiz? Ko'pchilik misol ekzamendan yiqilib, qolib ketib, ana shu o'qishdan haydalib ketishlariga, maqsadiga erisha olmagan yoki maqsaddan chalg'ish eng katta sabablardan nima? Birinchidan o'zi o'qish menimcha birinchi maqsad bo'lmaydi. Shunaqa nimalarda to'g'risini aytish kerak. Chunki gaplashganda bilasiz, haligi hattoki sohani umuman o'zi tanlamagan, keyin Agentство qaysi soha bo'lsa, ana shunga bosib yuboravering deydi. agentstvani juda noto'g'ri kutilmalarni berishi. Qachonki kutilmalari bilan real vaziyat bir-biriga to'g'ri kelmasa, odamda depressiya nimalar boshlanadi. Keyin bitta narsada qanchalik agentstvani ayblash to'g'ri o'zi. Mana misol, men aytaylik, men o'zi o'qishga kelishdan oldin menga agentство variantlar berganda, men universitet veb-saytlariga kirib, hamma ma'lumotni o'qib chiqqanman-da, kurs haqida, qanday necha soat bo'ladi, necha soat ishlashga ruxsat beradi. Internet bor hozir. Misol izlansa bo'ladi-da, o'zi. To'g'ri. Minimum qancha pul topsa bo'ladi soatiga. Ya'ni inson o'zi agentstvo menga aytaylik, oyiga 3 ming topa olasan bemalol degani bilan siz ko'rib turibsiz, student paytda 20 soat ishlasa bo'ladi. Minimum ish haqi soatiga 11,5 funt. Kanikul paytda to'g'ri bosib ishlasa bo'ladi. Deb turib inson o'zi ham bilsa bo'ladi. Ya'ni agentstvo menga ana degan, agentstvo menga mana degan deyishim o'zi 100% to'g'ri emas deyapman. Agentstvani ayblash. Inson o'zi ham hozir internet davridamiz-ku. Internetdan qiziqib, Facebook'larga, gruppalarga yozib, so'rab, o'zi qanaqanday haqiqiy sharoit desada. Endi bizlarni real vaziyatga ham qarash kerakki, O'zbekistonda siz aytayotgandek bir kritik yondashuv o'ta rivojlangan deya olmayman-da, tushunyapsizmi? Misol uchun, balkim sizda shu narsa bo'lgandir, rostdan qilgandirsiz. Lekin men endi ko'rgan odamlar umuman unaqa qilmaganda, izlanish qilgandir albatta, lekin aytayapti-da, misol uchun qancha o'rtacha 10 funt, 11 funt o'rtacha topasan deyapti. Aytadi, kuniga misol deylik 100 funt topasan deyapti. O'tiradida endi o'zbek anaqa 30 ga ko'paytiradi 100 da. Balkim 30 ga ko'paytirar, balkim tam 10 ga ko'paytirar. Nima bo'lganda ham, lekin fakt shundaki, odamlarga noto'g'ri bir kartina beriladi-da, Angliyada shu borsa, bu narsa bor-ku, borasan, ham o'qishingni qilasan, ham kontraktni to'laysan, yana uyga ham jo'natamiz. Endi umuman uyga jo'natish tarafi jicha oshib bo'rtirilgan. Lekin aytiladi, bor narsa-ku bu. Buni eshitgandan keyin to'xta deydi, men uyga jo'natmasam ham deydi, shuni nima qilasam deydi. O'sha aytmoqchimanki, boshlanishdagi noto'g'ri kutilmalar bilan keladi-da u. Kelgandan keyin ko'radi, unaqa bas vaziyat albatta. O'zini tam kontraktini to'lashan, rasxodlarni qoplasan katta gap o'qish paytida. Kontraktga oshinish bildi. Endi to'g'ri, kanikulga chiqqanda ishladi qilar, lekin o'shunda ham 100% qoplanmaydi. Necha pul kontrakt bo'lsa, inson, ya'ni student o'zi to'lab, o'zi o'qiydi deb o'ylaysiz? To'g'risini aytmayman. Necha pul bo'lsa? Menimcha 5000 demasdan. Unaqa nima yo'qligini bilaman, lekin endi qarang, o'zi tekin bo'lsa yaxshi. Lekin endi mana nimani aytyapman-da, menimcha maksimum bu mana nima. Chunki unaqaga bola o'qishga bas. Mana yozda o'zim qani kanikul mayda boshlanadi. May, iyun, iyul, avgust, sentyabrda oxirida 25-sentyabrdan boshlanadi o'qish. Pasti yilda 5 oy qishki ta'tilim bor, 1 oy. 6 oy bosib ishlasa bo'ladi. Ya'ni qattiq ishlasa bo'ladi full time. 6 kun ishlab, 1 kun dam olib kerak bo'lsa. 6 oyda 5000 topa olmaydimi insonda? Ya'ni 5000 ekonom qila olmaydim. Men 5000 qilaladi. 5000 qilaladi. Men o'shuning uchun 5000 deyapman, aka. Yo'q, 5000 slishkim oz deyapman-da men. Mana biz kanikulda ishlardik. Bitta kanikulda yaxshi ishlasa, o'qishimiz o'sha paytda kontrakt 9000 funt. 9000 funt. 9000 to'lardi bemalol. Qattiq ishlasa 9000 funt topsa bo'lardi. U paytda keyin minimum wage 6,5 funt edi. Hozir 2 barobar, hozir 12 ga chiqdi. To'g'ri. Men aytyapmanki, aka, mening maqsadim qanaqa? Siz aytayotgan vaziyatda bola har kanikulda faqat ishlayapti-da. Yo'q, men aytyapman, o'qish paytida biz kakfal 20 soat ishlaganman men. Yo'q, lekin qarang. Kanikul paytda Qachon dam olyapsiz? Qaysi ma'noda? Qarang, agar o'qish paytida o'zida ham dam olib ham nima qilasiz, o'qishda? Yo'q, o'qishda dam olishga kerak. Aslida qarang, men qanaqa qaradim? 4 ochida, 4 yil ichida, 4 yil o'qish 4 yil endi. Agar foundation o'qisiz bo'lmasa, bakalavr 3 yil. Lekin chidasangiz o'tib ketadigan narsa. Ya'ni biz 40 yil nimada kelsa, haqiqatda drain out bo'lib, va qiyin bo'lib ketdi. Siz misol uchun siz shunga chidayotgandirsiz. Lekin mana real vaziyatga qaraylik, agar shu narsa ishlaganda, ishlash kerak edi ko'pchilikda. Men ko'pchilik haqida aytayapman aka. Siz haqingizda, men haqimda yoki Eshmat Toshmat haqida emasda, ko'pchilik haqida gapiryapman. Vaziyatda siz ham o'zingiz mana o'zingiz tajribadan ko'ryapsiz. Ishlamayapti-ku narsa.
Men o'ylayman, muammo Bilmay bilasizmi nimaga ishlamayapti? muammo nimada emasda. Chunki meni kelgan o'rtoqlarim hammamiz bir xil vaziyatda edi, hammamiz bir xil chiqib ketdik-da vaziyatda. Men bitta o'zim haqimda gapirib, men o'zim teng bitirgan o'rtoqlarim bor. 7-8 kishi, общий 10 kishi bo'laylik. 10 ham o'qishni bitirdik-da, mana yaxshi baholarga. 10 ham o'zimiz kontraktimizni o'zimiz to'ladik. Meniki 9 ming bo'lgan bo'lsa, o'rtoqlarim bor edi. 12,5 ming, 13 ming to'lab o'qigan, shu Greenwichda. Lekin o'zlari to'lab bizlar o'qishgan. Endi baribir men o'ylaymanki, bu universitetda berayotgan nima, mani maqsadim nima edi? Minimum darajada, aka, minimum berilayotgan narsa u o'zini sohasini egasi bo'lish uchun yoki bir boshqa sohani egasi bo'lish uchun undan ko'p harakat qilish kerak-da. Biz aytayotgan nimada aka, agar faqat ishlasa, 6 oy faqat bosib ishlab turib kontrakt to'lansa, faqat o'qishni yopish uchun, o'qishni to'lash uchun o'qisa, Qarang, o'qish payti как положено o'qiydi bola. 2 kun ishlaydi, xolos. 5 kun 50 soat bo'lsa 50 soat dars qiladi. Endi amalda ishlamayapti-da, baribir. Men to'g'risini aytaman, bilmadim. Bu mening shaxsiy fikrim. Mendan so'radingiz, menimcha o'sha 5000 bo'lsa, hamma nimani masga eplab, chunki O'zbekistonga borgisi keladi. Yilda bir marta borasiz. Uni ham hisobga olish kerak. Oldin rasxodlari bo'ladi. Siz hozir o'taligidan qanaqa kelib chiqyapsiz? Komfortni yashashdan kelib chiqyapsiz-da. Yo'q, komfort yashamayapti-cha, brat. O'zbekistonga borib kelishi 1 yilda bir marta. Bu sizlar hech kim ro'zqishda, simda olib qarasangiz. Yilda bir marta odam borish kerak. Ani realistni uzilib qolmasligi kerak u tam. Yo'q, qarang. Studentlik payti ozgina chidab tursa o'tib ketadigan narsa-da bu. Mening fikrim shunaqa. Men mana o'qishni bitirgan bir marta borganman. 2016 o'qishni boshlaganman. Covidda borolmadim, lekin har doim 2018 borganman. Bitirganimda 2021 borganman. Endi qarang. Bu narsa ba'zan normaldir, lekin mana normalarimda bu normal holat emas. Oilasini ko'rib turish kerak yilda bir marta kamida. Yana bilmadim, bu mening shaxsiy fikrim aka. O'zi sharoiti o'rtacha oiladan chiqqan, chetga o'laman Alloh ketaman degan odam shunga o'zi tayyor bo'lib kelish kerak emasmi? Masalan, boy bo'lsa tushunaman, gapiga u komfortni o'zi sama sabay. Lekin sharoitingiz bilib tursa oilangiz, qattiq ishlashingiz to'g'ri keladi. Ashunga tayyor bo'lib ketish kerak emasmi? Men aka ishlayman deb kelyapti. Yo'q, ishlayman deb emas. Ham yaxshi o'qiyman, ham ishlashim kerak. Qiyin bo'ladi. Oilamni balki har yili ko'rmasman. Qarang. Mana shunaqa mentalnikdan qochishimiz kerak-da. Undan ko'ra 1 yil yaxshi o'qisin, O'zbekistonda 1 yil yaxshi o'qisin. Hozir shunaqa imkoniyatlar bor. U rostdan-da mana men hali sizga aytdim, o'zimiz gaplashganda, biz paytimizda SAT'lar yo'q edi, o'qitadigan nimalar. IELTS'lar, например, o'rtacha 6-6,5 edi. Misolda tam 7,5, 8 olganlar, zo'r ekan deylardi. Hozir 8 normaga aylanyapti-da, 7-8 tam normaga aylanyapti. Yaqinda nimani ko'rdim, 50 mingtami shu 20-yildan boshlab turib 24gacha o'sha yoshlar agentligi nimasi chiquvdi. Barabariga oshganda ayasda olish nimasi? 5 barabargami, 6 barabargami? Bu yaxshi tendensiya. SAT kurslari ochilyapti. Nechta bola mana Ivy ligaga 12 soat nima qilishdi? Bolalarni ko'ryapman-da. New York University, Columbia, Harvard, MIT bormida, Stanfordlar. Shu o'zimizning o'zbek qora ko'zlar shular kiryapti. 2 yil yaxshilab O'zbekiston o'qiyapti-da. U kurslar qancha? Uzog'i bilan yiliga $1000 bo'lar, $2000 bo'lar. Birinchi yili paytda 15 ming, 16 ming dollar to'lamam kelishyapti-da. 2 yil shu mehnat qilinsa 100 ming, 200 ming, 250 ming dollarlab scholarship yutib olishyapti. Shu ancha yaxshi-ku, nima paytda kelib mehnat qilishni o'ylash kerak. O'zbekistonda eng qiziq bilim osmonga uchib ketmaydi, o'zi bilan qoladi olgan narsalari. Xoh Amerikaga kelaman desa, xoh Kanadaga ketaman desa, undan keyin xoh Singapur, xoh Ko'rfaz davlatlariga, Qatarga deydimi, yo Xitoygami. Asosiysi o'zini sohasini egasi bo'lishda. Men shuni tarafdoriman. Xuddi shu variantni men ham aytadim, jiyanim o'qishga kelmoqchi edi, hozir o'qiyapti. Otasiga aytganman-da, agar bola qiyinchilik bo'ladi, masalan, agar kontraktini o'zi to'lasin desa, o'ta qiyin. Eplab ketib, boladan o'zida ham bo'ladi, ba'zi odamlar irodasi yoshligidan kuchli-da. Hali endi bilmayman. Irodasi kuchli bo'ladi. Ba'zilarni ko'rasiz, eplab keta olmaydi-da, bekardan borib qiynalib qaytib keladi. Unaqa bo'lsa deganman, Toshkentda bakalavriat bitirsin. Ungacha bola ham jismonan, ham aqlan, ruhan o'sadi. Magistraturga kelsin, yo'lini topib ketadi. Mana shu graduate program boshqalar kirib ketadi. Lekin siz ko'zi agar bolam eplolmasa, men poddeshga qilib yuboraman desangiz ham jo'natavering deganman. Chunki katta ehtimol bilan o'zi to'la olmaydi kontrakt deganman. Demoqchi bo'lgan narsam,
inson o'zini sharoitidan kelib chiqqan, ya'ni ko'rpangga qarab oyoq uzat deydi. Ko'rib, oilangiz o'rtacha oila, yordam bera olmaydi. Albatta. Lekin To'g'ri. o'rtacha o'qib chetda o'qimoqchisiz yoki zo'r o'qib O'zbekistonda o'qimoqchisiz. Tanlash kerak, ya'ni tanlovda bu, ya'ni kelib olib turib complain qilish, ya'ni shikoyat qilishlik o'zi anaqa ekan, manaqa ekan, inson o'zi taxminan biladi o'zi qiyin bo'lishini. Bu nimani aytdingiz-ku, mana shu aytyapsiz. Ya'ni kim o'rtacha o'qib turib tashqarida o'qish yoki zo'r o'qib turib o'qish. Shundan haligi in the first place mana shu birinchi o'rinda shundan savolni qo'yilishi menimcha Noto'g'ri deysiz. To'g'ri bahsdir balkim. Nima deying? Nimaga biz shundan nimani qo'yishimiz kerak? Qayerda bo'lsa ham, qayerda bo'lishidan qat'iy nazar. O'sha sohani yaxshi ko'rib, baribirda bu yana banal eshitiladi, lekin shu qoida ishlaydi hamisha. Qayerda bo'lsa ham o'sha nimani zo'r o'qisa, O'zbekiston bo'ladimi? Tam chet bo'ladimi? Zo'r bo'ladi. Lekin O'zbekistonda ham yaxshi o'qimasa, baytda ham yaxshi o'qimasa, u eplanmaydi. O'shuning uchun aytayapmanki, baqay tashqariga kelaman nima bas, birinchi o'rinda o'sha sohani zo'r o'rganaman. Qayerda bo'lsa ham. O'shuna qilinsa, shu yondashuv bo'linsa, menimcha zo'r bo'ladi. Timur aka, o'zingizni ish haqida ham ozgina gapirib bersangiz, sababi sizni sohangizda ishlaydigan vatandoshlarni ko'p uchratmaganman-da shaxsan. Ko'pchiligimiz auditga kiramiz, tax, ya'ni data analistlarda birinchilardan bo'lsangiz kerak deb o'ylayman. Mani ishga kirishimga, hozirgi vaqtda nimadirga erishgan bo'lsam, o'sha yutuqlarimga sherik bo'lgan yana insonlardan bittasi Nodir aka Nuriddinov, ko'pchilikka tanish bo'lgan O'zbekiston. Menga ham yordam bergan asosan. Juda ko'pchilikka yordam berganlar aka. Uylariga chaqirib, mana shu intervyulardan qanaqa o'tiladi, bitta tushuntirib, har bitta bosqichda nimalarni gapirilishi kerak, nimani aytmaslik kerak, intervyularga tayyorladilar. Ko'pchilik o'zbeklarga, hammamizga yordam bergan inson sifatida ko'pchilik hurmat qiladi akani. Birinchi yil topshirganimda o'xshamadi. O'sha birinchi o'zi necha marta harakat qilgansiz? 3 marta harakat qilganman. Umringiz davomida. Umrim davomida 3 marta harakat qilganman. Endi anaqa penalti internshiplarni hisobga olsa, u 4-5 marta bo'lishi mumkin. 3-yil endi qaytib keldim O'zbekistondan, o'sha o'qishni onlayn tugatdim, onlayn harakat qildim. Onlayn o'sha 2 yillik anaqam bor edi, BPP dan olgan sertifikatim bor edi, 2 yil tamomlaydigan universitetiga. Keyin o'sha onlayn kurs qilib, tugatib, yopdik. Bakalavr diplomli bo'ldim men. Top up degree deyiladi buni. Bakalavr diplomli bo'ldim. Endi Deloitte'ga topshiryapman. Kirdim, imtihonlardan o'tdim. Oxirgi imtihonim 7-yanvar kuni bo'ldi. 7-yanvar kuni bo'ldi. O'zim ham bilmaganman to'g'risi. Men securitizationga topshirdim deb o'ylagandim. Keyin haligi data analytics qanaqadir nima deydi, fancy sounding nima bo'lganligi uchun data analyticsga topshiraman. Analytics and modeling deyilardi Deloitte'da. Hozir ham shunaqa. Ishqilib o'sha Deloitte'ga topshirdim. Imtihonlar anaqalardan o'tdim 7-yanvar kuni. Menga yanvar oxirigacha javob aytishdi 3 haftaning ichida. Siz intervyulardan o'tdingiz. Hamma intervyudan oxirgisidan ham o'tdingiz. Faqat biz sizga ish bera olmaymiz hozir. O'tmasingizdan oldin ham qaniydi o'tsamidi deysizda. Ya'ni o'tganingizdan keyin ham qaniydi ish bersaydi deysiz. Haligi bir nima bor. Orada bir to'siq borda tuyuladi. Shunaqa qilib oradan 5 oy o'tdi. O'sha paytda men konsiyerj bo'lib ishlardim. Yana biz shimoliy g'arbiy Londonda yashardik. Sharqiy Londondan ish chiqardi. Orasida endi 1,5 soatlik masofa nimada? Metroda 1,5 soatlik masofa. 12 soatlik ish. Har kuni nachnoyda ishlardim. Men kechasi kelib ishlab, yana qaytib ketardim. 15 soat, 16 soat. 15 soat, 16 soat umrim yo'q-da. Endi umid qilyapman, qani Deloitte o'xshab qolsa. Orada shu dekabr oyigacha menimcha nimada konsiyerjda o'sha agentство orqali borib ishlab yurdim. U yerda keyin bir o'zbek akamiz menejer bo'lib ishlar ekanlar, Laziz aka. Laziz akaga ham kattakon rahmat. O'sha paytda o'sha kishining yordamlari bilan men u yerdan kontrakt olishga haligi imkoniyat bo'lib qoldi. O'shanda 24 mingga kontrakt qildim birinchi marta. Yaxshi bo'ldi, yaxshi tarafga qarab ketyapti. Qani endi Deloitte ham o'xshab qolsa deb yuribman. Har hafta email yozaman Deloitte'ga. Nima bo'ldi? Yangilik bormi? Menga yangilik bo'lsa o'rin beringlar. Bo'lmasa men anaqa boshqa shaharlarga ham ketaveraman.
Britaniyani Jersey, Guernsey degan orollari bor. Britaniya nimasidan. O'zi endi orol ham ko'chib ketaveraman, farqi yo'q. Menga ish Shotlandiyaga ham ketaveraman. Shotlandiyaga ham ketaveraman. Ish bo'lsa bo'ldi. O'sha paytda endi akamiz borlar, yana bir akalar ko'p. Endi aytayapman, hayotimda juda ko'p yaxshi insonlar. Angliyada o'zbeklar yarmi tanish shekilli. Kim biladi deysiz. Hozir yangi kelganlarning ko'pchiligini tanishga hali imkoniyat bo'lmadi, sababi endi ish bilan bo'lib boshqa. Kim aloqaga chiqadigan bo'lsa, kimgadir yordam kerak bo'lsa, har doim LinkedInim ochiq. LinkedInim ochiq. Bemalol LinkedIndan aloqaga chiqib, meni topishinglar mumkin. Akamiz borlar, Birminghamda yashaydilar. Begzod akamiz. O'sha kishi aytdilar, konsyersda yuribsan, to'g'ri oyliging bor va hokazo, lekin kelajaging uchun nima qozonyapsan, ya'ni nimaga erishyapsan. Sani masalan buxgalteriya, finans sohasida o'qigan bo'lsang oldin, endi hozir konsyerj qilib umring o'tmasin, o'zimizda kichkina mana birodarlar bor, hindistonlik, pokistonlik birodarlar kichkina praktizlar ochishgan, buxgalteriya xizmatlari ko'rsatadigan. Shulardan bittasi tanishimki, praktikaga hech bo'lmasa amaliy bir anaqa olib turasan, tajriba orttirib turasan dedilar. Birminghamga bordim, ko'chib. Ertasi kuni Deloitte'dan telefon keldi, biz sizga ish bermoqchimiz deyishdi. Londondan ish berishmoqchi bo'lishdi. Endi Coviddan keyingi davr bo'lganligi uchun uydan ishlashga ruxsat berishardi. Men Londonga ko'chib kelib o'tirmadim. Deloitte'da data analytics sohasiga kirdim. Data analyticsda audit support bo'yicha ish yuritardik. Asosan shu har xil dasturlash tillaridan foydalanib, moliyaviy ma'lumotlarni, katta hajmdagi moliyaviy ma'lumotlarni, mana big data deyiladi. O'shani tahlil qilib, ya'ni auditorlar Excel orqali qilishi ehtimoli juda ham kam bo'lgan yoki uzoq vaqt talab qiladigan narsalarni biz avtomatlashtirib, ichidagi tahlillarni, moliyaviy tahlillarni, undan qanaqa insightlar olsa bo'ladi, o'sha taraflarini ya'ni modellashtirish, avtomatlashtirish hammasini yo'lga qo'yardik Deloitte'da. 2 yil ishladim. 2 yildan keyin menga PwC'dan taklif chiqdi. PwC aytishdi, ya'ni bizda shunaqa pozitsiya bor, digital audit. Ya'ni qilib yurgan ishimga o'xshash, faqat ko'proq audit taraflama qamrovi audit bilan chegaralangan desa ham bo'ladi. Ishga o'tishimni taklif qilishdi. Menga qiziq tuyuldi. Qarang, endi ishga kirish haqida gaplashsak, ishga kirish prosessi qanchalik qiyin. Endi men eslayman o'zimning shaxsiy tajribamdan, o'sha bizga borganimizda birinchi assessmentda, o'sha ya'ni o'sha u 4-etapda assessment bo'ladi, in person. Sizlar paytda onlayn bo'lganda, hamma onlayn bo'ldi. Bizda ofisda bo'lgan. Ana shunda bizga aytibdi ma'lumot. Sizlar xursand bo'linglar. Bu ishga 50 mingta odam topshirgan. Bu rolga 50 mingta odam topshirgan. Sizlar yetib kelgan, o'sha paytda biz bor 120 kishi edi. Sizlar o'sha 120 tasizlar, shu etapgacha yetib kelganinglardi. Endi oranglardan ham hali kim oxirigacha kiradi deb turib nima qilgan? Bor yo'g'i 50 mingta odam topshiryapti. Oladigan roli oshib kelsa 200 tada. Ya'ni o'pcha olib qarasa 200 ta auditga rol olasiz-da. Ashundan kelib chiqib qanchalik sizga qiyin bo'lgan? Necha marta harakat orqali, necha yil davomida harakat orqali kirdingiz ishga? Menda shaxsiy tajribamda, men nimaga kirganimda, Xudoga shukr, anaqa men to'g'risini aytaman, ancha omadim kelgan. Haligi hamma kreditni o'zimga olsam bo'lmaydi. Prosta paytda Xudoning nimasi, omad juda nima desangiz, men o'sha 22-yili topshirishni boshladim. Endi albatta moliya va buxovchi bitirganim o'z-o'zidan men sohamdagi eng katta kompaniyalar shularga topshirganman. Birinchi yilda aytganimdek o'xshamagan, ikkita kompaniyanikida, ikkinchi yilida albatta o'sha optiz qiladi. Qarang, shu narsa to'g'rida, lekin yiqilishda o'zi ham sizga nimadir beradilar rostdan. Ikkinchi yilda faqat shu 4 ta kompaniya nima qilganman. 4 tadan 3 tasigacha oxirigacha nima borganman etapga. Oxirgi etapga, ya'ni kim intervyugacha deydi. 4 tadan 2 tasiga faqat intervyuga tayyorlanganman. Birinchi Deloitte'ga dekabr 22-da birinchilardan bo'lib o'sha nimada o'tganman, xursand bo'lganman, lekin baytdaligi 3 ta natija bo'ladi. 30 deganda 3 kun adashmasam yoki bir hafta, uzog'i bilan 2 hafta sizga aytiladi javobi. Bo'ldi, sizga 30,
shu sentyabrdan agar 22-yilda topshirayotgan bo'lsam, sentyabr 23dan boshlayverasiz degan nima keladi. Ikkinchisi xuddi shunaqa отказ keladi. Uchinchisi eng yomoni menimcha on holdga qo'yib qo'yadi. Ya'ni kim haligi ожиданиеga O'ylab ko'ramiz. Ha, o'ylab ko'ramiz. Aloqa chiqib Yaxshi, lekin bu darajada yaxshi emas degani. Sizdan yaxshirog'i chiqmasa, siz olamiz. Yomon emas lekin cha yomon emas degani. Keyin o'shanaqa qo'yildim on holdga. Keyin yanvarda EY'dan ikkinchi haligi nimaga javob keldi, intervyu bo'ladi. Keyin intervyu juda yaxshi o'tdi. 2 kundan keyin offer berishdi. Mas albatta sразу qabul qildingiz, chunki international bo'lib turib sizdan anaqa taklif olish kompaniyadan zo'r. Eng qizig'i iyunlarda Deloitte'dan ham keyin offer kelgan. Iyunda o'sha Iyunda 6 oydan keyin. keyin. Shu EY'da men unda tanlab oldim. Keyin hamma tomonlama ma'qul bo'lgan nimasi. Keyin shu sentyabr 23dan boshlab hozirgacha o'sha EY kompaniyasida ishlab kelaman auditda. Auditni xabar yo'q insonlarga qisqa tushuntirib bering. Kundalik ishingiz qanaqa auditda o'zi? Ish qanaqa bo'ladi? Audit degani o'zi bu tekshirish degani o'zi asli. Biz ishimiz mana endi audit ham sohaga bo'linadi. Moliyaviy, imminno moliya sohasida, ya'ni bank, sug'urta kompaniyalari qiladigan FS deydi, ya'ni Financial Service Audit, moliyaviy xizmat ko'rsatuvchi kompaniyalarda auditi, keyin korporativ audit bor. Men korporativ auditdaman. Moliyaviy o'sha bank nimalardan tashqari qolgan hamma kompaniyalar, industriyalar o'sha korporativda bo'ladi. Biz o'shani qilamiz. Unda nima qilamiz biz? Qiziqarli ekan. Biz boramiz, har bitta kompaniyani moliyaviy hisobotlari bo'ladi. Ya'ni kim u kompaniyani qo'pol qilib aytganda o'sha nimasida qanaqa qilayotgani, kimdan qancha qarzi bor, qanaqa aktivlar bor, qanaqa passivlari bor, bir yilda qancha foyda qildi, zarar qildi hamma nimani. Endi o'z-o'zidan kompaniyada haligi conflict of interest bor, to'g'rimi? Xohlaganini ko'rsatishi mumkin-ku. Direktorlar, kompaniyani egadorlari bular aksiyadorlar, kompaniyani boshqaruvchilar bu direktorlar. Aksiyadorlar bilish kerak, misol uchun, kompaniya qanaqa boshqarilyapti, qanaqa nima qilib ketyapti. Biz endi o'sha moliyaviy hisobotlarga qanchalik to'g'ri ko'rsatilgani haqida biz fikr beramiz. Bu o'ta muhim narsa. Garantiya bermaymiz. Yo'q. Chunki biz bilmaymiz. U biz ishimiz ham emas. Shu, ya'ni kim? Shu ma'lumotlarni biz ko'rib chiqdik. Misol bizga berilgan ma'lumotlarga qaraganda o'zimizning nimalarni o'sha professional nimani ishlatgan holda bu narsa to'g'ri ko'rsatilgan degan fikrdamiz degan nimani beramiz. Bu endi bu jamiyatga, bu aksiyadorlarga, bu davlatga, umuman shu o'zbek tilida bilmayman, stakeholder deydi-yu, shu kompaniyada interesi bor odamlarga bu qandaydir bir ko'rsatkich, kompaniyani qanaqa faoliyat olib boryapti, qayerga qarab ketyapti degan narsa. O'tishingizni eng katta sababi pul bo'ldimi yo qiziqarliroq bo'lgani uchunmi? To'g'risini aytaman, men insonlarni qadrlaydigan odamman. Ochiq aytish kerak. O'sha intervyu bo'ldi. Hani o'sha paytdagi senior manager, o paytda hozirgi vaqtda bizni divisionimizni direktori bo'lgan hind odam, Vishwanathan Mambela degan odam intervyu qildi. O'sha odam sabab bo'ldi menimcha, chunki men qarorsiz yurgandim. Deloitte'da ham ishim yomon emasdi, progressim yaxshi ketayotgandi. Ayniqsa hozir mana experienced hire, ya'ni tajribali bo'lib bitta kompaniyaga qo'shilish bilan noldan graduate bo'lib qo'shilish orasidagi ikkalasini orasida karyerasini o'sishida farqlar bor. Chunki agar ular noldan tarbiyalashayotgan bo'lsa, uni o'sishi tezroq bo'ladi kompaniyada. Hozirgi vaqtda katta mutaxassis bo'lib ishlayman, o'sha data analitika sohasida. Qiladigan ishlarimizga keladigan bo'lsak, o'sha aytganimdek davomi. Oldin Deloitte'da asosan banklar bilan ishlardim, top tier banklar bilan ishlardim. Masalan, LBG, Lloyds Banking Group. Ularni nima deydi, revenue'larni reconcile qilardik, har xil yo'llardan kelgan daromadlarini, pul aylanmalarini qayta hisob qilib, ularni TBSga to'g'ri keladimi, GL'ga to'g'ri keladimi, yo'qmi, o'shani reconcile qilardik. Undan tashqari modellar yasardik. Yasalgan modellar, existing modellardan foydalanardik. Bizda EIR model bor edi, effective interest rate model. ECL calculationlar bo'lardi, o'sha expected credit loss calculationlar, o'sha hammasini modellashtirilgan holatda o'zimiz qo'shimchalar qilib, o'zgarishlar bo'lsa, o'zgarishlarni inobatga olib, biz yetkazib berardik, ya'ni natijalarni yetkazib berardik.
Mahmud aka degan akamiz borlar, yaxshigina biznesmen. Bu yoqda o'zlarini farmatsevtika kompaniyalari bor. Clinical Pharmacy Solutions degan kompaniyani yurgizadilar. Menimcha 5 million, 6 million funt atrofida aylanmalari bor. Yaxshi kompaniya. Nimaga erishmoqchisiz? Maqsadingiz nima hayotda? O'zingizga bitta maqsad qo'yib, o'shanga harakat qilasizmi, yo'qmi? U kishi endi o'sha moliyaviy erkinlikka erishishni o'zlariga maqsad qilib qo'ygan ekanlar. Endi menda ham o'sha kishidan ilhom olgan holatda hozirgi kunda do'stlarim bilan birgalikda bu endi ozgina reklama ham bo'ladi. Excelia Business Dynamics degan nimaga kompaniyaga asos soldik. Bu kompaniyamiz asosan o'sha avtomatlashtirish, IFRS modullarni O'zbekiston hozir asosan O'zbekiston marketini target qilyapmiz. O'zbekistonda o'sha IFRS transformation, qanaqadir modeling, masalan, financial modeling o'shanaqangi ishlarni qilish bilan yoki bo'lmasa hozir yaqinda hali 100% bu narsani ochiqlangani yo'q, lekin o'sha mavrida kelsa ochiqlaymiz, lekin bitta katta bank bilan ishlash arafasidamiz, xudo xolasa. O'sha aytganimdek, Mahmud akadan ilhomlangan holatda u kishi bitta kichkina istoriya aytib berdilar. Menimcha bu ko'radigan insonlarga ham foydali bo'ladi deb o'ylayman. Ya'ni The Richest Man in Babylon degan kitobdan bitta kichkina hikoya aytib berdilar. Bobildagi eng boy odam hikoyasidan. U yerdagi hikoya shundan iboratki, Navoiy bo'ladi. Bobilda non pishirib sotadigan Navoiy. Uni qo'lida qul xizmatkori bo'ladi, ya'ni ozodligi yo'q, o'sha odamning qo'lida ishlashga majbur bo'lgan bir qaram kishi bo'ladi. U xizmatkor aytadi xo'jayiniga, "Men sizdan ozodligimni sotib olmoqchiman" deydi. Endi qisqacha mazmunini aytaman. Mazmunni aytib beravering. Ozodligimni sotib olmoqchiman deganda, xo'jayin aytadi, "Senda hech narsa yo'q-ku, ya'ni qo'lingda hech vaqo yo'q. Meni uyimda tirikchilik qilasan, meni uyimda yotib turasan. Ovqating meni nimamdan bo'ladi, ya'ni meni daromadimdan ovqatlanasan, hech baloying yo'q. Qanday sotib olasan ozodligingni?" O'shanda qul aytar ekan, kun qizdirgan mahalda, quyosh cho'qqiga kelgan mahalda ikkalamiz ham kirib ichkarida dam olamiz. Siz ham dam olasiz, men ham dam olaman. Endi o'sha mahalda menga ruxsat bering. Men sizning resurslaringizdan foydalanib, xamiringizdan, tandiringizdan, o'tiningizdan foydalanib non yopay va u nonni olib borib sotay bozorda. Sotgan daromadimdan tushgan pulni yarmini 50% sizga beraman, 50% menga qolsin. O'shanda eng kamida sizni xarajatlaringizni qoplab biroz foyda bo'ladi. Va men o'zimni sotib olishga, ya'ni o'zimning ozodligimni sotib olishga pul to'playman. Va shunday bo'ladi va oxirida o'sha ozodligini sotib oladi. Bundan hozirgi kunimizga bog'lanadigan bo'lsa, misol uchun biz 9 dan 5 gacha ishlaymiz. Ko'pchilik anaqa bu corporate world deyiladi, biroq ba'zida skandallar chiqib turadi. Biz modern slavery deyiladi, ya'ni bu zamonaviy quldorlik, zanjirlarsiz qul holatdamiz degan gaplar bo'ladi. Rostdan ham ochiqini olib qaraydigan bo'lsangiz, bir joyda ishlaganingizdan keyin o'sha joyi qurollariga, qonun qoidalariga bo'ysunishga majbursiz. O'zingizni qadriyatlaringiz bilan to'qnashuvi bo'ladigan bo'lsa, baribir o'sha bo'ysunishga majbur bo'lasiz o'sha. Biz o'sha zamonaviy quldorlikdan chiqib ketish uchun haftasiga 1 soat bo'lsa ham o'zimizning kelajagimizni qurish maqsadida nimadir qilishimiz kerak degan fikr paydo bo'ldi va do'stlarim bilan birgalikda shu kompaniyaga asos solishga qaror qildik. Ya'ni Excelia Business Dynamics. Kelajakdagi maqsadim mana shu, xudo xolasa, auditda olgan, Britaniyada umuman olgan bilimlarimni va bundan tashqari yana o'rganadigan narsalarimni o'zimning biznesimni qurib, yana 10 yildan keyin o'zbekistonlik muvaffaqiyatli insonlar qatorida bo'lishlikni umid qilaman. Boshlang'ich shu ishni boshlaganingizda yillik o'rtacha daromad qanchadan boshlanadi? Endi menimcha oylik orientatsiya qilish, to'g'risini aytaman. Bu nima emas, menimcha noto'g'ri, bunaqa Qozog'istonga chiqish kerak deysiz. Da, chunki o'shanda o'saladida. Nima aytay, mana hozir ishxonada ham bor, kimdir deylik, clock-in qilish uchun kelishi mumkin-da, ya'ni keldim, soatimni qildim, ketdim. Nima bo'ladi deb o'ylaysiz? Hech qanaqa katta o'zgarish bo'lmaydi agar haligi inglizchada aytganda bare minimum deydi, faqat minimum qilinsa, o'sish bo'lmaydi rostdan. Endi bu deganim haligi faqat sevsin, haligi xohlagan aytadi, nimani yaxshi ko'rgan sohani topish ham o'zi bir nima alohida mavzu menimcha. Har doim ham bilmaysiz nima yoqishini. Lekin nima yoqmayotganini aniq bilasizda. O'shuning uchun mana shunga orientatsiya shunga olinsa menimcha osonroq bo'ladi. Puldan emas, kelishi.
Chunki ko'p pul topganingiz bilan sizga yoqmasligi mumkin-da. U menimcha azob. Tohirbek, katta rahmat vaqtingiz uchun. O'ylaymanki, tomoshabinlarga foydali bo'ladi bugungi gaplashgan mavzularimiz. Sizga kelajakda ishlaringizga omad. Oxirgi tilaklaringiz, maslahatlaringiz, qanaqadir biz bermagan savollar bo'lsa, aytmoqchi bo'lgan fikrlaringiz bo'lsa, bemalol. Ochiq mikrofonni. Ochiq mikrofon. Faqat siyosatga aralashish. Hammaga shu omad, kuch-quvvat, g'ayrat. Siz ham kelajakda ekzaminlaringizga hamma yaxshi ko'rgan ishini topsin. Shu oilasi bilan baxtli bo'lsin, ana shu deyman. Sog' bo'lasiz aka. Timur aka, intervyu boshida aytdingiz, agar imkoniyat qaytadan berilganda matematika sohasiga ketgan bo'lardim dedingiz. Nimaga aynan matematika sohasiga ketgan bo'lasiz? Rahmat Javohir shu savolni berganligingiz uchun. Chunki O'zbekistondaligimizda ham o'zimizdan qiyos, masalan, o'qituvchilardan nima uchun bizga matematika kerak bo'ladi deb, ayniqsa matematikaga uncha qiziqmaydigan, yoqtirmaydigan, yaxshi o'qimaydigan do'stlarimiz so'rashadi. Pulni sanashni bilsa bo'ldi-da deganlar. Bilsak bo'ldi-da, pul sanash uchun kosinus, tangens, kotangenslar nimaga kerak? Yoki qanaqadir distribution modellarni o'rganishimiz nimaga kerak? Degan savollar bo'lardi. Hozirgi kunda masalan zamonaviy texnologiyalar, ayniqsa sun'iy intellekt rivojlanib kelyapti. Orqa tarafini qaraydigan bo'lsangiz, sun'iy intellektlarni ishlash prinsiplari yoki o'sha ko'pchilik zamonaviy texnologiyalarni ishlash prinsiplari aslida shu AI modellarga, ya'ni matematikaga asoslangan modellarga qurilgan. O'shaning uchun men o'ylayman, matematika baribir kelajakda ham o'z ahamiyatini yo'qotmaydi. O'sha paytda yo'q shu narsani o'ylardim. Ya'ni men aslida to'g'risini aytaman, buxgalteriya o'qishimdan maqsadim matematikani yaxshi o'qiganman, buxgalteriyani ham uddalayman, ya'ni ACC deb o'ylaganman. Bilsangiz, matematikadan boshqa narsa ekan. 100%. Keyin Menda ham shunday tasavvur bo'lgan. Ko'pchilik aldanadi do'stlar. Matematikani yaxshi o'qiyotgan bo'lsanglar, bu buxgalter bo'lasizlar degan emas. Boshqa sohalarni tanlashinglar, matematikani o'zini o'qishinglar, yana ham to'g'riroq tanlov bo'ladi deb o'ylaymiz. Hozir tushunib yetdim matematika. Hozir yana ham chuqurroq tushunib yetyapman matematika nimaga kerakligini. Undan tashqari matematika koinot tili deyiladi. Butun borliqdagi hamma narsa matematika orqali ifodalanishi mumkin. Ya'ni tenglik bu bir narsani boshqa bir shaklda aks ettirish, unga bir boshqa odam qaror qilganligi uchun subyektiv holatda 2 ga 2 kimdir qaror qilganligi uchun 4 yoki nimaga 5 emas degan savol emas. Ya'ni bu obyektiv holatda qonun qoidalarga asoslangan holatda, ya'ni reflection deyiladi, aksi. Butun koinotda meni qiziqishlarimdan bittasi koinotni o'rganish. O'sha koinotni o'rganish uchun matematikani asosini bilish kerak va fizika ham shunga asoslangan holatda bo'ladi. Endi asosiy qiziqishim o'sha yo'nalishda aytgan bo'lardim. Agar moliyaviy erkin bo'lsam, men matematikani o'rganishga vaqtimni sarflagan bo'lardim yoki fizikani, teoretik fizikani o'rganishga vaqtimni sarflagan bo'lardim. Timur aka, katta rahmat shunchalik vaqt ajratganingizga. Sizga ham rahmat. Kelajakda ishlaringizga omad tilab qolamiz va aytganingiz 10 yildan keyin xudo xohlasa sizni millioner holatda o'sha o'zingiz kompaniyangiz bilan yana bitta intervyu qilish nasib qilsin. Amin. Aytganingiz kelsin, rahmat. Sizga ham, jamoaga ham Alloh taolo baraka bersin, iloyim. Hammamizni birinchi o'rinda topganimizni halol pokdan bersin. Rizqimizni o'zi to'ldirib qo'ysin, kamaytirmasin. Shu ota-onalarimizni umrlarini uzun qilsin. Hammamiz sog' bo'laylik. Katta rahmat. Rahmat.